Assalamu alaykum. Uyg'ur aptlik programmasi ko'rmanlari programmamizga xush keldinglar. Mehmet To'xtatov benim siz xush keldingiz. Va alaykum assalom. Rahmat, sen hoş geldin. Endi programmamizni boshlashdan burun yana deydigan o'xshash gap bizni qachon eshitishinglarni, har xil inkaslarni yozishinglarni, anin keyin ko'z qarashinglarni tushunchanglarni yozishinglarni keyin bizga bizni qo'llab qo'yishinglarni tovanchilik bilan so'raymiz. Anin keyin bundan boshlashdan burun yana bir ta'kidlab emas-da bir o'zimning ko'nglimdagi gapni azoq degim keldi. Ben de bu programni tükkendan keyin o'zim bir anglab chiqaman emasmi ba'zida qandaroq bo'ldi, qaysi shaklda bo'lyapti. Ben de anlayman. To'liq anlayman, ba'zi vaqt anlayman. Aha, da qarsam ba'zida barmoq besildi. Bizde başta muşun ta'kidlagandan keyin besilib keyin ba'zi nima deymiz, sizlar yoqtirmaydigan bir narsalar chiqqan vaqtda balkim qaytarib olgan bo'lishinglar mumkin. Ben şundaqaroq o'yladim. Biz nima deymiz? Biz ma'lum akademisyenninki bir qanday qilish tegishlik bir narsani maktabda o'rgatadigan hammamizga qanday bo'lish kerak, objektiv bo'lish kerak, o'ttirdi bo'lish kerak degandek. Hech kimning yuzini aymaslik kerak, bani ba deb, yo'qni yo'q deb bir taraflamalik qilmaslik kerak dedim qildi. Ham bizmi mushtaq qilishga tirishib ko'ryapmiz. Ba narsalarni ba deb bu sizlarninki yoqtirmaganliginglar yoki bizning boshqalarning xato tarafini ichib berganligimiz hargiz ularni yoqtirmaganligimiz balki tig'imi ochiq shaklda akademiksenligimizga uyg'un bir shaklda buni qilib kelishtirishdik deb o'ylayman. Agar yoqtirmaydigan yeringlar bo'lsa, mencha buni inkas orqali bildirib, ya'ni yezib qo'ysanglar biz balkim buni nima qilsak bo'ldi yoki sizlarning buning qarshi fikringlar balkim bizningki degan fikrimizni besib ketalishi mumkin balkim. Şuna men shuni deb qo'yay deb o'yladim endi. Siz qanday o'ylaysiz? Ben ona diqqat qilmabdim. Endi programmamizni asli bugun maxsus bir programma qilayli deb o'ylashgandik, lekin yanılam qoidani buzmayli deb ko'rmanlarning nimasi bo'yicha qoidani buzmayli deb bir necha narsalarni bir necha xabarni muloyiza qilishga tirishimiz. Asli bir tanlam nimani qilayli deb o'ylagandik, ammo yanılab qoidani buzmadik. Hamda tunji Uyg'ur aptiligi bo'lyapti. Ha, Uyg'ur aptiligi bo'lyapti. Hamda yana o'sha muhim temamizdan birisi, ya'ni yoki dunyoning qiziq nuqtasi bo'lgan gündemga nim qilgan bir tema Suriyaninki o'qitish kuchlarninki, ya'ni HTŞ'ninki. Buninki Asad hokimiyatini og'dirib etib ani keyin buni Suriyani qo'lga olganligi bo'yotdi. Buning bilan birlikda har xil ko'z qarashlar o'tirib chiqyotdi. Biz buning qarta bir xalqimizningki buning qarta bizning o'zimizning ko'z qarashlari, buning qanday bo'lganligi to'g'risida hamda tushuncha berishni o'yladik. O'ylaganlarimizni deb tirishimiz endi. Hozir bu savolni endi unutib qoldim men qanday boshlashni. Endi avval siz nima sizga tashlab bergan keyin nima ochmoq savollarni so'ray. Buning qarta ko'z qarashlaringiz bir deb chiqing. Hammaylar bilgandek Suriyada o'tgan bir hafta ichida nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'ldi. O'tgan 10 yillik, hatto 13 yillik ichki urushda yiqilmagan Asad hukumati, Asad rejimi bir haftada yiqildi. 13 kunda yiqildi bundaqcha aytganda. To'g'ri. Bu xil o'zgarish hamda dramatik o'zgarish butun dunyoni hayron qoldirdi. Odatdagi tahlilchilarni, muxbirlarni, tadqiqotchilarni emas, cho'ng strategiyachilar, siyosatchilarni hammani hayron qoldirdi. Chunki ishlar normal taraqqiy qilmadi.
ishlar normal taraqqiy qilgan bo'lsa, mantiqli taraqqiy qilgan bo'lsa, o chog'da tahlillar, fikrlar yoki qarashlar birlik darajada to'g'ri chiqqan bo'ladi. To'g'ri. Chunki hech kim Asadninki askarlarini urushmaylam chekinadi, mag'lub bo'ladi deb o'ylamagan. Albatta Rossiya bilan İranni Asadni qo'llash iqtidoridan ojizlab ketdi deb hammaylar o'ylagan. Buni har kim bilalaydi ekan bir yillik xalqaro vaziyatni tushungan kishilar. To'g'ri, to'g'ri. Rossiya Ukrainada haltirab İrandan, Ukrainadan, yo'q, Chavshandan askar va boshqa moddiy yordamlarni so'rayotganligini hammamiz bilamiz. İranninki Hamasni va Hizbullohni qo'llashda ojiz kelganligini, hatto o'zininki ichki qismida o'zininki mehmonlarini qo'g'dashqimi yaramaganligini ko'rdik. Demak, bu ahvolda Asad hokimiyatiningki ikki cho'ng xalqaro tiriki bo'lgan Rossiya bilan İranninki ojizlab ketganligini shu tufaylidan hamda Asadninkimi bu urushda xalqaro yordamdan ayrilib qolganligini har kim faraz qila olgan, ko'ra olgan. Ammo shundaqdimi uninki rejimininki, uning hokimiyatiningki va u rahbarlik qilgan ba'zi Arab Gullanish partiyasininki o kadar ichidan chirib ketgan bo'lishini, uning askarlarininki hech bir istehkomni oxirigacha saqlamaganligini, buni hech kim oldin ko'rolmaganda. Chunki normal bo'lgan vaqtda bir istehkomdan chekingan vaqtda ikkinchisini texmi mustahkamlab qarshilik qiladigan gap. Hatto bu jihatda Suriyadagi o'qituvchilar, HTŞ va uning atrofidagi Suriya qo'zg'olonchilari buni ko'rolmagan. Ularmi aslida faqat Halepni olsak, 2-3 oyda Halepni olsak, undan keyin Hamada bir istehkom qurib turib, o'zaro tirkishimiz deb o'ylagan. Chunki ularninki ichidan chiqqan xabarlar shu shaklda. Ammo ularni o'ylamagan yerdan Asadning qismlari istehkomni tashlab qochgan, shuning bilan ularni xuddi sayohat qilgan, ziyorat qilgan shaklda qo'g'li qoch shaklida Damashqqa yetib bordi. Natijada Asad qochdi va uning qo'l ostidagi yuqori darajalik amaldorlarni qochdi, shu qatorda tuvan qatlamdagilar tizib ketdi. Bu shaklda Suriyada hamda cho'ng bir kuch bo'shliqi shakllandi va bu bo'shliqdan Suriyaninki Idlib shahrida yerim yoti Turkiyaninki yordamida turayotgan, ammo dunyoninki nazarida terrorchi tashkilot deb qaraladigan HTŞ bugun hamda Suriyaninki hokimiyatini egilidi va Suriyaning kelgusi siyosiy tuzumini shakllantirishda va Suriyaliklarning taqdirini bekitishda so'z qilish huquqiga ega bo'ldi. Bu xil o'zgarish hamda butun dunyoni hayron qoldirdi. Agar sizning kallangizga yana ham savol kelmagan bo'lsa, yo'q, endi albatta kelmaydi, bo'lmaydi. Endi ma'nodan keyin masalan hozir ip bo'ldi deb qaralyotdi, lekin necha kun burun Isroiliya masalan Golan to'piligini ishg'ol qildi, anin keyin nurg'iyani bombardimon qildi. Hatto buningga masalan Ma'oninki HTŞ'ninki Javlanining yoki ular qarta bir narsa bildirmaganligi ya'ni bu balkim Isroiliya bilan birlashgan, Isroiliyaning biroz yordamini olgan degan shaklda bir ochiqlamalarni ko'rdi degan bo'ldi. Endi bu Asad nim bo'lib yiqildi, HTŞ qandoq bo'lib hokimiyatni oldi degan masalaninki cho'ng oq ko'rinishini biz oldin qatimliq programmada muzokara qilgan. Ya'ni Suriyaninki Isroiliyaninki İran kuchlariga keng ko'lamli zarba berishi, Suriyada bo'lsin, Livanda bo'lsin va Rossiyaninki Ukraina urushi bilan haltirab qilishininki Asadninki askarlari va Asad hokimiyatidagi umidsizlikni keltirib chiqargan asosiy omil ekanligini
va bu fursatdan Idlibdagi qurolli kuchlarniki foydalanganligini. Bu endi buningki bevosita sabab endi aslida masalaninki yoki bevosita demasak vositalik sabab endi bu. Doğru. Arqa ko'rinishi yoki texmi to'g'risi. ifodalashda qiynalib qoldim. Hı hı. Ammo konkret endi buning planlarini kim tuzgan? Asadning qichishi, ammo Asad qochsimi hozirgacha Tartusdagi Lazaqiyadagi Rossiya harbiy bazalariniki shu paytda turishi, buningga Heteshiyaning hech qanday javob qaytarmasligi. Ondan keyin Suriyaninki bir tarafdan Heteshiyani qo'llagan shaklda, yana bir tarafdan o'zi qo'llayotgan Suriya Milliy Armiyasi deb ataladigan tashkilot orqali to'xtamay u yerdagi Kürt qurolliqlarga zarba berayotganligi, ularninki qo'ldan bir qancha shaharni hozirgacha tortib olganligi, ondan keyin Suriyaninki fursatdan foydalanib Golan egizligini tartibsiz ishg'ol qilganligi Suriye'nin, İsrail'in. Suriyaninki Golan egizligini tartibsiz ishg'ol qilganligi Isroiliyaninki. Ve bunu Netanyahu aldı bilen Mengülük İsrailiya'nın zimine dep akıdın Fransiya o bu devletlerden narazılık gelgenden keyin yak biz vaqtliq bu yani kontrol qildik. Çünkü Suriyada hakimiyet yıkıldı. Kuch boşluğundan foydalanıp bizga qartan hücum yuz bermesin deb aldık. Ama biz Suriyada hakimiyet kurulup vaziyet muqimlashganini chekinimiz degan şekilde bayonot berganligini ko'rdik. Hamda Rossiyaga qarta Heteshiyaninki qo'mondonlari boshdan tortib Rossiya bilan ittifoqlasha oladiganligini, hamkorlasha oladiganligini bildirgan. Hatto Xitoyga qartami xotirjam bo'lsa bo'ldiganligi va Xitoyninki Suriyadagi elchixonasi, mablag' sarflagan shirkatlari va xodimlariga hech qanday ziyon berilmaydiganligini kapolatini bergan. İsrailiyaga qartami hozirgacha hech qanday qattiq bir bayonot chiqmadi. Buning o'rniga bizningki hozir yana bir sapda urushqidagi holimiz yo'q. Shunga bizning asosli vazifamiz Suriyani qayta qurish dedi Heteshiyaninki rahbari Jolani. Ham Turkiyaning Suriyadagi harbiy harakatiga qartami hozirgacha hech qanday gap yo'q. Turkiyaninki Kürtlarga qarta ilib berayotgan harakatlarini ya qo'llaydiganligini ya qarshi turadiganligini aytmadi. Demek endi bulardan yo'lga chiqib turib nurg'un ssenariyalarni tasavvur qilish mumkin. Shuning uchun xalqarodagi nurg'un tahlilchilar, nurg'un kishilar acaba bu yerda yoshirin bir savdo bo'ldimi? Bu savdoninki natijasida Asad yiqitilib, o'rniga bular chiqarildimi degandek nurg'un qarashlarni o'tirib qo'yayotdi. Doğru. Ammo buningki hech biri haqiqiy pokit emas, bilimga asoslangan narsa emas, ammo bo'layotgan hodisalarning taraqqiyotiga qarab o'tirib qo'yilayotgan farazlar, qarashlar. Demasimi hamda bu ahvollar bir tarafdan odamni gumonlantiradi, yana bir tarafdan tushunishgimi bo'ladi. Chunki Heteshiyadek Idlibda 10 necha yildan buyon siqilib yashagan qurolli kuch jihatdan unchoq kuchli emas. Adam sağın cihatımı çeklik bir güçlükki bir hareket bilen bütün Suriye'nin gelişi onun için hem talay hem yük. Çünkü bula aslında tüzgen planlar bence hazır işlemeydi. Çünkü bunun Halep'ni alsak, o yerine mançı yıl tutup tutsak, andan keyin gücümüzni toplap, andan keyin yana bir yerine alsak da tüzgen plan o'zininki iqtisodiy harbiy kuchiga qarab turib tuzilgan bo'lsa, ammo hozir butun davlat tushdi qo'liga. Asad tamoman yiqildi. Endi uning ustiga nuqul olgan aslidagi kichik bir yerni idora qilish emas, butun davlatni idora qilish yuklanadi. Bu yerda bu xalqninki ichadigan suvi va yondiradigan to'ki va ishlatadigan gezi va peri va bu narsalarning hammasi burun Asad hükümetinin zimmisinde olsa hem de yeni hükümetinin zimmisiga o'tdi degan gap. Buningdan saq chiqish, xotirjam chiqish bu yeni hükümet uchun va Suriyadagi bir cho'ng zaminga nisbatan cheklik harbiy kuch uchun bu g'oyat zo'r bir besim. Agar Suriyaniki ichidan
ichki qalaymaqonchilik chiqsa, ichki urush chiqsa, tamamen kontrol qilish bularning qo'lidan kelmaydi hozircha. Suriya bilan tashqi bir kuch urushib qolsa, Suriyada qalaymaqonchilik yuz bersa, ya'ni tok, suv, par degandek ommaviy aslahalar vayron bo'lsa, uni asliga keltirish kelmaydi. Shunga bundaq ahvolda YTŞ'ninki qo'mondonlarininki bizniki yana bir jabhada urushga kuchimiz yetmaydi. İsrailya aslında tağlarını aldı. Aslı ağaç tutun biz kinchi alamiz. Davlatgan buluşu Türkiye'ye nisbeten hazır o bizniki hazırki birden bir qo'lliq uçmadı ittifaqdoshimiz shu onun Suriye'deki harbiy hareketleri yoki armiyalarga qarshi hazır Suriye'nin zamin bütünlüğüne daxil yetkazdi. Suriyani ishg'ol qildi degandek so'zlarni ishlatishga baldur. Rossiya Asadni qo'llashdan aran to'xtagan mezgilda uni qayta harbiy bazalarini taqa chiqib ket deb dushman qilishning hojati yo'q. Shuni biz hozir xalqning qo'llashiga erishganligimizni dunyoga ko'rsatib, tinch bir hukumat bo'la oladiganligimizni isbotlash orqali terrorlik tizimliklaridan chiqib, Suriye'ninki Asad hükümetiga qartilgan xalqaro embargolarni qoldirishga tirishishimiz kerak deb o'ylagan bo'lishi aniq va bunday o'ylash menchimi mantiqliq. Shunga hamda bu hadislardan qarablam ularni Amerika yoki Isroiliya yoki ma'lum bir davlatlarningki plani deyish mencha reallikqa nisbatan ba'zi bishoratlarga nisbatan shunday ko'ringandek qilsa-mu amaliyotda u yerdagi ijtimoiy siyosiy atmosferani o'ylashga vaqtda to'g'ri emas deb o'ylayman. Chunki ularning haqiqatan Isroiliyadek bir davlat bilan urushqidek hali yo'q. Ama ruh hali bo'lishi mumkin. Chunki jangdan chiqqan kishilarda hamda g'alaba qilgan kishilarda nihoyatda bir yurak o'ziga bo'lgan ishonch, o'zining e'tiqodi, iymoniga tutqan yo'liga bo'lgan ishonch eshib ketadi. Shunga u jihatdan uningda masala yo'q deb o'ylayman. Ammo iqtidor jihatini aytganda yetmaydi, chunki ularning qo'ldagi pikap bilan yenik tipdagi qurollar Isroiliya armiyasi bilan yetishishga yetmaydi. Uning ustiga ular yetarli bir havo quvvatlarini, dengiz quvvatlarini hazırlab bo'lguncha Isroiliya fursatdan foydalanib Asaddan qolib qolgan qoldiq aeroplanlarni va paraxodlarni hammani portlatib etdi. Endi uni qaytadan qurib chiqish hozirgi sharoitda ularning qo'ldan kelmaydi. Chunki kishilarning asosiy aslahalarni kishilarning asosiy ehtiyojlarini qamdash uchun yo'l, ko'rik deganga o'xshash tok stansiya, suv bilan ta'minlash sistemasi degandek asosiy aslahalarni hazırlashga muhtoj. Dunyoning har qaysi joylaridan Suriyaliklar bas yurtga qaytyapti. Ularning buzilgan uylarini, tortib olingan yerlarini qaytadan ulashtirish, u yerdagi haq talab mojarolari, jidallarni hal qilish g'oyat zo'r bir ommaviy besim bor bu yerda, ijtimoiy besim bor. Naqayliq bir deymiz kichik yoshda taxtga chiqib qolgan podshodek aniken bu yerda bu vazirlarniki talash tartib qiladi. Korxona boshqarish, savdo boshqarishdimi yoki mablag' solishdimi jiq ko'riladi bu xil ahvol. Albatta harbiy ishlarda, davlat ishlaridan ba'zi ishlar o'ylagandek bo'lmaydi. Bizning shirkatingiz mo'ljaldan tez va ziyoda kengayib ketsa, u sizning vayron bo'lishingizni keltirib chiqaradi. Shu mablag' nadadan ziyoda jiqsilayotsangiz bozorgacha yoki shirkat nadadan ziyoda kengaytirsangiz kontrol qilolmaysiz, unimiga kapolat qilolmaysiz. Shunga hamda bu taraflarni tushunishga bo'ldi deb o'ylayman. Ammo biz ishninki oq ko'rinishini o'tgan hafta hal qilgan bo'lg'achqa bu hafta bakrak bundan keyingi hozirgi navbatdagi foydalanganlar bilan ziyon tortganlar undan keyin kelgusi haqida jiqroq so'zlashsak yaxshi deb o'ylayman. Agar sen boshqa savol bo'lmay qolsa, men oldi bilan bu qatimqi
Suriye'deki to'qinishda, kurashda yoki bo'lmasa shu rejimninki almishida kim foyda oldi, kim ziyon tortdi? Shuni bir xulosalab o'tay. Bo'ldi. Bu qatimqi hamda Suriyadagi hokimiyatningki o'rilishida xalqaro jihatdan va rayon jihatdan qilib aytsak hamda foyda oluvchilar cho'ng jihatdan birinchisi İsrailya. Chunki Asad gerçi mustabid diktator bo'lsa-mu, uning partiyasi sosyal bir partiya bo'lsa-mu, ya'ni din bilan xo'shi yo'q, shunda Arab sosyalist yoki Arabcha kommunist, Xitoycha sosyalizm deb anglab ketgan-ku biz. Xo'sh. Arab tipi sosyalist bir partiyalar bu. Şu Saddam'ninki bo'lsin, Mısır'daki Abdülnasırlarning bo'lsin, bularning partiyaları. Bular Arab milletçileri aslında. Arablarninki birlik kelib, qudrat tepib, birlashgan bir Arab federatsiyasi yoki Arab Cumhuriyeti qurishni arzu qildi. Qilgan, to'g'risi o'z vaqtida. Bular shu ayni vaqtda Iroq, Suriya, Misr, Iordon degandek bir qancha davlat Arab federatsiyasini, birlashgan Arab ittifoqi muashtaq bir davlatlarni qurib boqqan bular. Ama 4-5 yil ishlab bu ishlamagan, keyin yana parchalanib ketgan. Ammo İsrailiyaga izchil qarshi ayni vaqtda 4-5 qatimliq Arab-Israiliya urushini mushlar bosh bo'lib qilgan. Falastinga islomchilar 80-yillardan keyin sahib chiqishga boshladi xalqaroda. Yana texmi xalqaro desakmi to'g'ri, chunki 79'da İran İslam inqilobi portlab İran'da shohning o'rniga Xomeyni keldi. Türkiye 90-yillardan keyin, hatta 2000'dan keyin Erdoğan'ninki AK Parti'ye taxtga chiqqandan keyin andın Falastinninki hamisi bo'lishga boshladi. Ama onun aldı da 70-yillarda, 80-yillardan burun asaslı Falastinning davosini qildiganlar solchilar edi. Kommunistlar, Arab sosyalistlar edi, Arab milletçileri edi. Bular Falastin davosini sodiq qilib kelgan. Bu yerda ularni pardozlamoqchi emasman, faqat tarixni ozroq eskartmoqchi. Ammo borgan ular mustabidlashib, diktatorlashib, o'zininki cemaat hakimiyetiga aylandi. Aslidagi Arab büyük Arablarni qudrat topqizish, Yahudilarga qarshi turish, Falastin ozod qilish deganga o'xshash, undaq cho'ng g'oyalari tugab bara Asad cemaatininki shaxsiy mulkiga aylanib qoldi Suriya davlati. Iroq Saddamninkiga aylanib qolgan edi. Misr Mubarakning. Bu şekilde bular mustabidlashdi, diktatorlashdi. Şu şekilde Arab Baharı 2011'de partladı. Arab Baharı 2011'de partlagan vaqtda Arab dünyasındaki bu xil diktatorlar örilmegenlere xalqini qattiq qirib, bastırıp bundan qilib qolgan biri Asad. O Saddam ketdi, Abdullah ketdi, Yemen'deki, Mısır'da Mübarek ketdi, Kazafi bularımız ketdi. Ama Asad Rusya'nınki yardımıyla, İran'ın yardımıyla saqlanıp qalgan idi. Hem de bu qatim umu ketdi. Hem de Arab devletleri içinden İsrailiyani tanımagan, İsrailiya bilen qat'iy munosabat o'rnatmagan birden bir devletlerden biri Suriye idi. Arablarda hem de koltuk devletleri eşitlikli birlik ketken bulup qatag'ag'udek bir devletler emas. Uyum tamaşadan başka bir narsa yok ularda. Medeniyet degan narsa yok, bilim degan narsa yok. Yani o nöl mundaqcha aytgan vaqtda. Saudiya Arabiston, Dubay, Qatar, Kuveyt. Yani oyun tamaşa igiz binadan başka bir narsa yok o devletlerde. Elbette pul var ama medeniyet kültür cihetten bir narsa yok. Araplardan fikir çıkıdığan iki yaba burundan tatır. Biri Suriye, yeni biri Mısır. Yani Arap milletininki yoki eğer İslam ümmetininki Araplarni merkezi deb o'ylasak, umurtqisi deb buningki fikir qiladigan mingisi aslida Damashq bilan Qohira.
o Mekke Medine'mi ibadetten başka yaraydığı yerler emas. U yerda bir fikir adamları çoğun siyasi yollar, mutefekkirler çıkmaydı. Hoş. İran'mı şu bu rayullarımdı. Ama bu rayullarning her ikilisi mustabid diktatorlarning qo'lasida bo'lg'achqa uzun yillardan buyon iqtisod taraqqiy qilmagan xalqi bichara bu holda davomlashib kelgan. Bu qatam hamda Suriyada Asad hokimiyatiniki ba'z ya'ni gullanish degan gap aslida gullanish taraqqiy qilish arab sotsial gullanish partiyasi deydi buni. Bularning yiqilishi bilan eng cho'ng foyda olgan tarafning biri Isroiliya. Yani çoğun xalqaro jihatdan da'vatimizda ondan keyin ikkinchi cho'ng foyda olgan taraf hamda Turkiya shubhasiz. Turkiya Suriyada Asadga qarshi qo'zg'olon boshlangandan tortib strategiyasini Asadni o'rish ustiga qurgan. Lekin bu strategiya işlemedi. İşlemey Suriye gayet zor içki urushga patdi. Bunun bedelini Türkiye iğri tülüdü. 10 yıldan bu yan neçe milyon Suriyelikka sahipxonlik qilishga mecbur bo'ldi. Öktüçilerinki hazırki AK Partiya, Hakimiyet Beşik Partiya öktüçilerinki gayet zor besim koşturdu. İtilak hareketlerini anladı. Hata siyasetninki akıbeti bu dep. Ahırda Türkiye'mi Esadni qabul qilib, bunun bilan yarışqa yüzlanayotgan bir paytda Asad Türkiye'ga to'liq qo'lni ochmadi. Endi Türkiye'ninki eng cho'ng g'ami Suriyadagi Kürtlarni hokimiyatga ega qilmaslik edi. Ama Suriye'de Kürtler Amerika'nın qo'llashi bilan Daesh qarshi bosh ko'tarib chiqib, Suriye'nin sharqida bir abdunum rayon yoki bir davlat qurish holatiga kelib qolgan Turkiya buning uchun g'ayat zo'r besimga duch kelgan. Bu AK Partiya Suriye siyosatininki mag'lubiyati xatoligi deb qaralib kelgan. Bundaq bir paytda endi Suriyadagi yillardan buyon Idlibda Turkiyaninki yer osti qo'llashiga erishib kelgan bir islomchi tashkilotninki Suriyada hokimiyatni elishi bu Türkiye'ni birinchidan Asadni yiqitishdan iborat 10 yil burungi strategiyasininki ishlab qolganligi yoki tasoddifiy iborat bir muvaffaqiyatga erishtirib AK Partiyaninki Türkiye'deki xalq ichidagi qo'llash nisbatini mislsiz darajada oshirgan bo'ldi. Suriyaninki diktatordan qutulup kişilerinki erkin azada yurtda qayta alaydigan bo'lishi Türkiye'deki ko'chmanlik meselesini belirli derecede azaytadiganligi aniq. Agar Suriyaning vaziyati texmi yaxshilansa, texmi ko'p ko'chman kelsa, o chaqda AK Partiyaninki kelaqatim saylamda o'tish nisbati yuqori degan gap. Yani ko'chman meselesi tufaylidan AK Partiya saylamni uttirish ehtimolligi davomli batdi-ku. Hoş ha, şunday. Bu ichki siyosatdami Turkiyaninki g'albisi, tashqi siyosatdami g'albisi. Endi Turkiya Asadni yo'qotish orqali necha yillik planni bekor ketmaganligini isbotlagan bo'ldi. Bu bir. Ikkinchi biri Suriyadagi yangi hukumat bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish, chingitish, hatto bu hukumatni tamoman o'zining kontrolida qilgan. Elish orqali hamda Suriyada bir Kürt davlati yoki bir Kürt abdun rayoni qurishniki oldini olalaydigan bir holga keldi. Qaraydigan bo'lsak, necha kundan buyon nurg'un shaharlarni tortib olgan bo'ldi. Shunga ikkinchi qilib buningki cho'ng foydasini olgan xalqaro kuch Turkiya. Endi rayonning ichiga kelsak, ichida ham albatta cho'ng foydani olgan kishilar eğer mesela insani noktada qarsak Suriye halkı. Biz türmeden çıkan kişilerinki ne kadar geçinişli haletlerini ondan keyin yıllardan bu yan kuruşamay qalgan kişilerinki kurashgan chaqdagi ne kadar ta'sirlik ko'z yoshlarını köge vaqtimizda hiç şüphesiz
Esad'ның zulmini çekкен Suriye halkı bunun ichki jihatdan eng cho'ng foydasini oldi. Uningdan agar kuchlar nuqtasidan aytsak, HTŞ bunun zaten hareketninki yetakchisi, başlamchisi shu bo'lg'achqa u eng cho'ng foydani oldi. Endi ziyon tortquchilarga kelsak, xalqaro nuqtadan aytgan vaqtda eng cho'ng ziyonni Rossiya tortdi. Rossiya O'rta Sharqdagi birdan-bir ittifoqdoshi va yoki beqing'uvchisi bo'lgan davlatning hokimiyatini saqlayolmadi, qo'g'dayolmadi, ayrilib qoldi. Agar Tartusdagi Lazaqiyadagi harbiy bazalarni taqashga majbur bo'lib qolsa, u chog'da Oq dengizdan tamoman ayrilgan bo'ladi. U chog'da Rossiyaningki Afrikadagi mavjudligiga nisbatan zo'r ziyni bo'ladi bu ahvolninki. Ikkinchisi Iran. Iran Suriya orqali Livanga ta'sir ko'rsatdi. Hizbullahga butun qurol yarog' moddiy ashyo Suriya orqali to'shilatdi. Hamda Suriyada yillardan buyon Shiyalarga qarshi kurash qilib kelgan bir sunniy hukumatning qurilishi Ironni tamoman rayondagi ta'siridan yo'q qildi, ta'sirini yo'q qildi Ironniki. Shunga Iron cho'ng ziyon tortquchi. Hamda ichki kuchlardan kelsak, Hizbullahmi Suriyadagi ta'sirini yo'qotdi. Asad hukumati Hizbullah Asad hukumatini o'zaro bir-birini qo'llaydi. Ammo endi bu xil ahvol hozircha tugadi. Yana Suriyadagi bir ziyon tortquchi kuch bu xil vaziyatdan Kurdlar. Turkiyaningki deyishi bo'yicha PKK'ningki Suriyadagi uzantisi, shuningki tarmog'i YPG, PYD. Ama ularning o'zini atishicha yoki xalqaroning tunug'ini bo'yicha Suriya demokratik kuchlari. Bular bu qatimki harakatda eng cho'ng ziyon tortquchilardan biri. Chunki bular Amerikaning qo'llashi bilan va Rossiyaning e'tirof qilishi bilan Suriyada bir qonunli siyosiy kuchga aylangan edi. Agar Suriyaning kelgusi Asad hukumati saqlangan holatda qaytadan muzokara qilingan bo'lsa edi, u chog'da bularmi Suriyada bir kishilik so'z sohibi bo'ladigan avtonom rayon, hatto davlat quradigan bo'ladi. Ularningki Moskvada ishxonasi bor hozirmi, Washingtonda ishxonasi bor. Demak, ular qanday darajada e'tirofga erishgan edi. Turkiya Rossiya bilan Amerikaga teng taqobil turolmaydi bu masalada. Hem Esadmi davlatiningki igilik huquqini muhim bildigan bo'lg'achqa, Turkiyaning qo'li bilan ularni yo'qotishni xohlamaydi. Balki ularni yeniga tortib turib, Turkiyani Suriya chegarasidan chiqarishni o'ylaydi. Ammo hozir vaziyat o'zgardi. Rossiya Suriyadan ayrildi, ta'siri tugadi. Shunga Rossiya bularni qo'llayolmaydi. Amerikada yeni chiqqan prezident meningki O'rta Sharq bilan ishim yo'q deyapti. Suriyaliklar nimasi ko'gisi olsa o'zi ko'rsin, chatiqim yo'q deyapti. Bunday ahvolda Amerikaning Kurdlarni setib o'tish ehtimolliqi nihoyatda yuqori. Chunki o'tgan necha kundami Turkiyaningki ular qaratgan harbiy harakatlarini Amerika kuchli bir shaklda to'sanmadi. Faqat tunugun Blinken Turkiyaga kelib buni oldini olishga tirishyapti. Ammo uningki umri oz qoldi. Aran 1,5 oy 2 oydak vaqt qoldi. U ketgandan keyingi hukumatningki ifodasi qanday bo'ldi bilmaymiz. Ammo Trumpningki umuman bu ishlar qiziqmaydiganligidan xabarimiz bor. Shunga Kurdlar o'ylamagan yerdan eng cho'ng ziyonni ular tortadigan bo'ldi. Yana ichki omilga kelsak, Suriyaningki hozirgi HTŞ hukumati Turkiya bilan zich hamkorlashadigan turdi. Hatto Turkiyaningki homiysi olti kelib qoldigandek turdi. Buning sababi ulardan textcha Amerika, Yevropa terrorchi tashkilot xarakteri bo'lganligi uchun
ehtiyatchan bulup jirak turuvatıdı ve şundak turudu menimce. Rossiya bilen ularning o'rtasidagi munosabatmi yaqin oralikda tuzalmaydi, chunki Rossiya ularni 13 yilni yana bombardimon qilib kelgan bir davlat. İran albatta ularninki ichi tiniqig'icha dushmani. Bundaq ahvolda rayonda ularni yetaklaydigan, qo'ldan tutadigan, ularga yordam qiladigan birdan-bir Turkiya qoldi. Endi Turkiya bo'lsa Suriyadagi Kurdlarninki davlat qurishiga yoki avtonom rayonni egallashiga yo'l qo'ymaydi. Bunun ma'nosi hamda Suriye merkezi hükümeti xolisin xolamasin Türkiye'ninki siyosiy siziqining ichiga kirib qoladi. Bundaq ahvolda Kürtler Suriye merkezi hükümeti bilan Esed hükümeti bilan bo'lgandek bir dialogning ichiga kirib o'zining mavjudligini saqlay olamdi. Bu tamamen Amerikaning pozitsiyasiga bog'liq hozircha. Ama Amerika eğer biz ittifaqlaşımızda taşlayversak, o çağda biz bilan dunyoda ittifaqlashquchi chiqmaydi. Shunga bu xalqaro inovatimizga ta'sir yetadi. Eng az bo'lganda bularga bir avtonom rayon bo'lsa, qurib berayli desa, o çağda Türkiye'ye ve Suriye'ye besim qilish orqali yoki hech bo'lmaganda u yerda davomli Daeshga qarshi turish shaklida turish yoki hatto Turkiyaning hujumidan saqlamoqchi bo'lsa, uchish cheklangan rayon ta'sis qilish orqali ularni qo'g'dab qila oladi. Ammo Trump mening yanchiqimda pulim bo'lsa, kuchim bo'lsa, do'stim har yerda bor. Meningki utug'anlar bilan ishim yo'q. Bo'ldi ularni deb Turkiya bilan tagishib yurmayli deb tashlaversa, ular Türkiye ve Türkiye'ninki qo'llashi uning himoyasidagi HTŞ'ninki besimida mavjud bo'lib tura olishi tez. Ya'ni ziyon tortquchilarninki biri ichki jihatdan balki eng cho'ngi Kürtlar deyishga bo'ldi. Undaq bo'lsa, o'sha yerda yana bir savol tug'ilib qoldi. Türkiye bilan undaq bo'lsa Isroiliyaninki bu yerda manfaat to'qinishi kelib chiqamdi. Agar manfaat to'qinishi kelib chiqqan taqdirda qanday manfaat to'qinishi kelib chiqadi? Türkiye bilan Isroiliyaninki albatta manfaat to'qinishi kelib chiqadi. Chunki Kürtlarninki mavjudligining o'zi va kuchlanishining o'zi ham Isroiliyaninki stratejik manfaatiga uyg'un. Kürtlarninki kuchlanishi mavjud bo'lishining o'zi ham Turkiyaninki strategik manfaatiga xilof. Chunki Turkiya uchun ularninki bir davlat yoki bir avtonom jumhuriyatga aylanishi Türkiye için davlat bexatarlik tahdidi. Chunki Turkiyaninki 15%ga yaqin aholisi Türk yoki Kürt ve chegara qismda. Bu Türkiye'nin ichki qismida avtonomiya yoki mustaqillik talabini qo'zg'aydi deb qaraydi turklar. Endi Isroiliya bo'lsa rayondagi asosonlik davlat va atrofidagi qo'shnilar bilan ap emas. Bundaq ahvolda u rayondan ittifoqdosh deb tepishga tirishadi. Kürtler onunki tabiiy ittifoqdoshi. Shunga onunki kuchlanishi, onunki mavjud bo'lishi Isroiliyaninki davlat manfaatiga uyg'un. Lekin Türkiye o'xshash bir vaqtda NATO'ning a'zosi, Amerikaning ittifoqdoshi. Isroiliya ham NATO sirtida Amerikaning ittifoqdoshi. Bundaq ahvolda Isroiliya Kürtlarni qanchalik qo'llay oladi? Turklar bilan tig'ma-tig' ilishgan petini olamdi. Menimcha petin olmaydi. Ammo vositalik qarshilashamdi, albatta qarshilashadi, hozir qilayotganga o'xshash. Shunga Suriyaninki sahasi bundan keyin Isroiliya bilan Turkiyaning talashadigan eng muhim janggohlardan biri bo'lishi mumkin. Ya'ni Turkiya Suriyaning muqimligi, taraqqiyoti va o'ziga foydali shaklda muqimlashishini xohlasa, Isroiliya Suriyaninki kuchlanishi, muqimlashishiga shu qadar buzg'unchilik qilishi mumkin. Chunki HTŞ'ning islomiy xarakteri yanalam Isroiliyani rahatsiz qiladi. Shunga uningki kuchlanishini xohlamaydi. Turkiya hech bo'lmaganda uning kuchlanishini xohlaydi, chunki Suriya muqimlashishi, gullanishi va qo'lidagi
musafirlarni, ko'chmanlarni qaytirib ketish kerak. Endi o'zimizning masalasiga o'tib ketamdik. Uyg'urlarniki. Endi Suriyadagi bu hozirgi urushniki g'albisiniki masalan yoki shu g'ayriresmiy xabarlarda bo'lishicha davatman bu. To'rt qo'mondonniki birisi Uyg'ur ekan masalan yoki Uyg'urlarniki Uyg'urlar og'anzimi xili jiq ekan degan shaklda bu yerda o'tirib qo'yilyotdi. Boshqa gaplar chiqyapti. Ha. Endi bu yerda bir muqimlik shakllangandan keyin Uyg'urlarning ahvoli qandoq bo'ldi? Masalan, deyli hozir voy ba'zi xabarlar bo'yicha masalan voy Xitoy Asadni qo'llagandi, hamda Asad yiqilib ketdi, Xitoy o'tirib qo'ydi deydigan bir narsa chiqdi. Unda bir gap yo'q. Chunki Suriya kim bo'lsin, Suriya Xitoyga muhtojda bu yerda. Agar Xitoy Suriyaga muhtoj bo'lgan bo'lsa, u chaqda taraf tutqanligi nima qiladi hamda u chaqda bir xatolik bo'ladi. Ammo bu yerda Suriya Xitoyga muhtoj bo'lgandan keyin hamda hisobda hamda masalan agar mablag' bu yerga har qanday bir mablag' muhtoj olti yoki yo'l yoki har qanday narsani o'ngshash uchun mablag' kerak bo'lgandan keyin hamda endi bu yerda Uyg'urlarning oqibati qandoq bo'la degan shaklda nima qiladi ba'zi nimalarda anglashimcha masalan qaytirib yutadi ba'zilari Uyg'urlarni destek qilib turib savdo qila olishi mumkin yoki bir qismini topshirib berish mumkin degandek bir qism gaplar bo'lyotdi. Ham sizning ko'z qarashingiz qandoq buning qarta? Hamda aldılan Suriyadagi Uyg'urlarningki hozirgi soni va kuchi haqida menda yetarli ma'lumot yo'q. Albatta torlardan ko'rgan yoki xabarlardan ko'rgan ma'lumotlarga asosan ba'zi uchurlar bor. Sen degandek hamda bu qatimqi kurashda Uyg'urlarningki muhim rol o'ynaganligi chiqyotdi. Ammo u yerda nuqul Uyg'urlarlar emas, endi boshqa qurolli kuchlar bor. Kavkazliklar, O'rta Osiyoliklar degandek. Shunga endi bu yerdagi chet eldan kelgan, sirtdan kelgan qurolli kishilarningki taqdiri qandoq bo'ldi degan masala navbatdagi Suriya hukumatiningki bundan keyin muhim hal qilmasi bo'lmaydigan bir masalasiga aylandi. Chunki Yashariy jihad iddiasidan voz kechgan ekan, xilofat qurishdan voz kechgan ekan, dunyo e'tirof qilgan milliy chegaralar ichida o'zining milliy davlatini qurib, hokimiyatini qurib yashaydiganligini bildirgan va buningga dunyoning ishonishini kutayotgan bir vaziyatda Teshiyaninki yangi hukumatiningki endi ularni qurolli holatda davlatda tutib turishi mantiqiga uyg'un emas. Shunga endi bu mesele ularninki oldidagi muhim bir siyosiy masala hisoblanadi. Ben bu to'g'risidagi ba'zi qarashlarimni ijtimoiy tarmoqlarda yozdim. Bu chaqishimni yezib kelgan, qarab kelgan, sizib kelgan bu masalani qo'llaydiganlik, tushundiganlik, tushunmaydiganlik qarash turdi. Meniki eng chong endişem endi u Idlibda qisilib qolgan ahvolda Suriya, Türkiye yoki Rossiya, İran qatorliq cho'ng davlatlarninki savdosining qurboni bo'lib ketishidan ensiraydim ularninki. Chunki haftadan burun Asad hukumatiningki bundaq ojiz, bundaq chiriklashib ketganligini, ichidan sisib ketganligini hech kim bilmaydi. Ularninki bu qadar tez jimirlashini hatto u yerdagi urush qilayotganlarni bilmaydi. Butun dunyodagi tahlilchilarmi, baholovchilarmi bilmaydi. Chunki o ichidan sitib ketgan narsani teshdan ko'gilolmaydi, huqilolmaydi. Xuddi daraxtga o'xshash, qarasang qad ko'tarib turgan bir shamol chiqsa o'rilib ketgan. Hayron qolasan, chunki qarasang ichini qurtib ketgan. Shunga o'xshash bir ahvol ko'rildi. Ammo Xudoga shukr, u xil ahvol hozircha ko'rilmadi. Menimcha hamda u xil Iroqdagi o'xshash kollektiv qirilib ketadigan, tutilib ketadigan undaq bir xatardan o'tib ketdi deb o'ylayman. Albatta ba'zilar deyotgan ahvolmi endi tamoman
hata emas yoki tamamen ihtimaldan sırt emas. Yani sen davatgandek qurolli kishilarniki qimmati urush bo'lganda bo'ladi. Urush tugab tinchlangan vaqtda bu kishilarningki qimmati bo'lmaydi. Bularni setib o'tadigan yoki bularning ustidan savdolashadigan ishlar boshlandi degan shakldagi fikrlarmi o'tirdiga qo'yilyotidi, qarashlarmi, farazlarmi. Bumi amaliyotdan yiroq emas. Lekin men bek radikal şekilde ularningki Xitoyga qaytirilish yoki bo'lmasa bir suiqasdga uchrash nuqtasidan tasavvur qilish yoki faraz qilishdan yiroq. Bunga qaraganda men biraz umidvor faraz qilaman, chunki bizda Taliban örneki bor, undan boshqa Bosniya, Kosovo örnekleri bor. Xo'sh. Shuningga qarab turib bir narsalarni faraz qila olamiz. Ama bayı dep ötkendek Amerika Kürtlerni setib o'tish ehtimolliqi hozir Qashqalan kirpikning arliqida. Chunki Türkiye'nin besib kelishi bilan Amerikaningki u yerda tanlashi yo'q. Ya Türkiye'nin askerlariga tur deyish kerak, tur deyish uchun u yerga askar avatish kerak. Türkiye'ninki topchiqlarini, qismlarini bombardimon qilish kerak. Yani keskin bir meydan ko'rsatish kerak. Yoki Türkiye iqtisodiga ayni vaqtda Trump qilganga o'xshash bir zarba berdiganligini berib tahdid selish kerak. Bo'lmasa turg'izolmaydi uni. Tur deganga bir kim turmaydi. Agar Amerika Turkiyaninki ittifoqlashi bilan to'qinishni xohlamasa, u chog'da eng arzon narsa Kürtlarni setish. Yoki tashlab o'tish, yani to'g'risi xalqaro munosabatda setish, qoyillik qilish degan so'zlarni ishlatishmi toza muvofiq emas. Vaz kechish, yani Kürt planidan vaz kechish. Shuningga o'xshash yani bu siyasette bir kimlerini setib o'tish yoki vaz kechish bu bulup durduğun iş, bu siyasetinin karakteri. Şuna 10 günün aldıda kelgüsü de Şarkı Türkistan'ı azat kılımız. Allah halısı inşallah Ürümçinimi Helep'ni pəti kılgandaki pəti kılımız da vədi bəgən Colani'ninki yoki onunki komandallarınınki gün o yerdeki Uygurlarını kuralsızlandırıp Xitayga qaytırıp birişi yoki bo'lmasa öz rayonida tamamen kuralsız aletde endi jang tugudi, ishlab chiqilish başlandı. Şunu bu yerda tinch holatda yashaysizlar. Bu burunqi g'oyalar, burunqi maqsadlar hozir endi qolib qoladi. Uni hozircha biz o'ylashmaymiz. Deyishi tamamen mümkün, ihtimallik bor. Chunki hech kimga undaq ishongil olmaydi bu xalqaro munosabatda. Xo'sh. Chunki realistlarning nazarida ben bu bağımsız realistleşip kettim. Halkara degenimiz bir jangal, o bir orman. O yerde az halkara kanun, ahlak, vicdan, iman degenlerimiz o yerdeki mandak bir çıraylık ösken gülgiyah. Ular muda zinnetleşki yarıgan bilen vakti gelgende bu yerninki kaide kanuniyetlerini biktemeydi deydi. Ahırkı hesapta güç belgileydi. Kim güçlük olsa şu yenidu deydi. Şuna bu yerde bir kimler bundan işini ketken olmaydı. Bu da şu mümkün. Ama Taliban'ınki Uygurlarga kılgan muamelesiga qarab turib, menimcha HTŞ'mi Uygurlarni şu şekilde urullaştırdı deb o'ylayman. Yani Xitoyga Suriyada Uygurlar yo'q deydi. Taliban shundoq dedi-ku. Taliban Afg'onistonda Uyg'ur yo'q dedi. Xitoy Afg'onistondagi Uyg'ur qurolliqlarini qaytarishni talab qilgan vaqtda Afg'onistonda Uyg'ur yo'q dedi. HTŞ'mi siyaset deganda rast yolg'onda bir narsa yo'q. Siyaset deganda pozitsiya yapıldı devletninki. Suriye'nin tashqi ishlar bayonotchisi chiqib so'zlaydi. Suriyada azaldan Uyg'ur qurollari yo'q. Bundan keyin bu bo'lmaydi. Biz Suriye zimmidan foydalanib Xitoyninki bexatarlikka tahdid solgan har qanday faoliyatga yo'l qo'ymaymiz. Tugadi. Bu şekilde tashqi jihatdan yo'q deydi. İchki jihatdan ularga vatandaşlık berish orqali qurolsizlantirish normal.
Çünkü o bir devletten başka kurallık güç bulmaydı normalde. Çok. Hoş. O şu, eğer Suriye mukim bir devlet boğan ahvalda, normal bir devlet boğan ahval aslında, yani biz kurallık güç altımızda saqlanıp qalamiz, tayyorligimizni qilib, harbiy jihatdan taraqqiy qilamiz degan gap, o tush, o xiyol. Livanga o'xshash yoki hozirgi Suriyaga o'xshash vayron bo'lgan davlatlarda ham har qaysi qurolli kuchlar bo'ladi. Liviyaga o'xshash yoki Hoş. ammo kuchlangan markaziy hukumat qurilgan va markaziy hukumat davlat territoriyasining hammani kontrol qila olgan bir davlatda devletten başka güç olmaydı. Çünkü şiddet, güç kullanış hukukununki fakat devletkile mensup buluşu, devletninki güçünü monopol kılışı değildi halkara siyasetçi çok. Doğru. Bu şiddet monopolluğu yani sakçı, jandarma, asker kılalaydıgan bir iş bu. Yani kişilerini atıdıgan, uruduğan, sulaydıgan işte şula kılalaydı. Ondan başka her kanda bir güçlünki onu kılışı o devletinki otoritesi, hakimiyetiga nispeten tahdid. Onu devlet yol koymaydı bunun. Bunun yol koygan devlet bu tinch xotirjam muqim bir devlet bulanmaydı. Şuna eğer o yerde qaytadan ichki urush patlab, taraflardan birini tutup yana urushga kirse, o chaqda davomli qurolliq mavjudligini saqlash mumkin. Ama Suriye tinch xotirjam bir devlet bulup, merkezi hükümet hem rayonga kontrolligini saqlagan ahvolda o yerde kurallık mevcut buluş mümkün emas. Ama bu yerdeki yerlik kişiler bilen okşaş şekilde yoki yerlikler yaktırmaydıgan başka taşlandık yerlerde yoki devletke çeçevetiş şeklinde ularınki meselesi hal kılınışı mümkün dep oylayman. Yani tinch holatda Suriye'ninki vatandaşlığı yoki fuqaroligini berish orqali yani bu nuqul Uyg'urlarga qaratgan emas, balki boshqa chet ellik qurolli kuchlarni shu shaklda qurolsizlantirib, yerlashtirib hal qilishi mumkin. Shu hem mantiqiga uyg'un, hem aqliga uyg'un, hem ularninki ichki o'zininki qonuniyligiga ta'sir yetkazmaydigan, xalqaro jihatdan diplomatik masala paydo qilmaydigan bir tanlash menimcha. Ama radikal şekilde ularni davlatiga qaytarib berish, masalan Xitoyga, Uyg'urlarni Xitoyga, O'zbeklarni O'zbekka, yana birini nimaga bundoq qilish, bu hukumatning qonuniyligini yo'q qilib o'tadi ichki jihatdan. Çünkü yıllardan bu yan birlik kurash qilib, birlik jihad qilib, nurg'un qon bergan kishilarni bu şekilde dushmaniga topshirib bersa, albatta tashqi jihatdan mablag' ola oladi, to'xtamlarni ola oladi. Ammo ichki qismdagi askarlarni qanday kontrol qiladi? O'zininki tangtushlari, o'zining yaqin yo'riqlarini sen xiyonat qilding deb qarshi chiqadigan kishilar har vaqt chiqadi ichidan-ku. Shunga ideologiya masalaninki nuqul tashqi siyosat qismini, realist qismini o'ylash bilan bundaq yakun chiqarish mencha to'g'ri emas. Onunki ideologiyalik qismini o'ylash kerak. Ichki sosio-politik, ya'ni ijtimoiy siyosiy qismini o'ylash kerak. O kishilar u yerdagilar bilan qudubaji bo'lib ketdi, urug' tuqqan bo'lib ketdi, tayyorlashib, qo'lim qo'shni bo'lib ketdi. Bundaq ahvolda yeni hukumatninki yaqin kelgusida radikal undaq yuz o'rish siyosati qo'lga olishi notayin. Mening qarashim shu. Bu yerdagi Uyg'urlar yoki boshqa qurolliqlarninki kelgusininki qanday bo'lishi haqida. Undaqda bu hozir yana bir nima bor, masalan, yana bir tahlil bor. Masalan, agarda yana ishga urush hozir vaqtda masalan Hem meningcha bu ashtaq bo'lsa, biz uchun yaxshi deb o'ylayman. Chunki ben nima yozmamdimi dedim ijtimoiy tartibdagi. O yerdagi Uyg'urlarninki qurolli kuchlar bilan vatanga berib, u yerda Xitoy bilan qarshilashish o yo'q gap.
Onunki mümkün bo'lmayotganligini shularning o'zimi biladi. Bu sirtkilarninki unda quruq xiyol qilishlari yoki nima bir gap boya bizda. Savzidan xabar yo'q, guruch demyapti debchi. Xo'sh. Undaq demishninki o asos yo'q, o yo'q gap. O qurollar, o uskunalar, o baribir Suriyada qoladi, uni hech kim Urumchiga, Qashqarga olib ketolmaydi. U yerda tajriba o'rganimiz, tayyorlik qilamiz degan gaplarmi asosan yo'q gap. Albatta, kallaga qochilib oldigan bilim tipidagi yoki hosil qildigan tajriba tipidagi narsalarni o'rganib oldi. Albatta, yenib chiqsimi, boshqa yerga ketsimi, u narsa kallada qoladi. Ammo u uskunalarni, o moddiy tayyorliklarni hech nimaga ishlatilmaydi u yerda. Hatto u Suriya bundan keyin kuchlansa, qudrat topsa, ularning qo'lidagi hozirgi qurol yaroqlarmi beshga yaramaydi. Chunki zamonaviy bir armiya qilib qurib chiqqan vaqtda u tumi destak bo'ladi bunday qiliq ichki urushda ishlatgan odatdagi qurollarchi. Xo'sh. İptidai qurollar. Shunga u narsalarni tumi destak qilib sotadigan gap yoki davlat yig'ib oladi. Normal hayotga qaytadigan gap. Agar Suriyada ichki bir urush chiqmasa, ularninki shu tinch yashash yo'lini tanlashdan boshqa tanlash yo'q. Hem shundoq bo'lishimi biz uchun menimcha ko'ngildagidek bir ssenariy, chunki u yerdagi ayollar, bolalarninki yana yig'izarlarini, ko'z yoshlarini hech qaysimiz ko'rishni xohlamaymiz. Albatta ularninki vatanni ozod qilishini, vatanga qarshi harakat qilishini, vatanga qarshi emas, Xitoyga qarshi harakat qilishni hammamiz orzu qilamiz, ko'rishni xohlaymiz, ammo u reallikqa uyg'un emas. Undaqda Uyg'urlarninki diqqat qilishga tegishli diqqat bunda ma şekilde qilsa balkim biraz diqqat tortishi mumkin yoki deyli boshqa davlatlardan Xitoyga qarshi bo'lgan kuchlardan yordam ola olishi mumkin degan shakldagi bir tavsiyalaringiz bormi? Qaysi jihatdan yordam? Harbiy jihatdan? Harbiy jihatdan deyli yoki har qaysi jihatdan bo'lsin. Aşağıdaki kuchlarniki mesela o'zini saqlab qolish uchun hozir yo'q bo'lib ketdi deyapmiz ham hesabda. Suriyadagilarning Bularninki o'zini mush shaklda saqlab qolish uchun qanday bir narsani tayyorlash kerakdi yoki u faqatla mumkin bo'lmadi. Ya dedim ya, o Suriye eğer normal bir hükümetke aylansa, o yerde bizden Uygurlar emas, her qanday bir kurallık güç mevcut bulup duranmaydı. Çünkü devlet onunla yol koymaydı hem koyması gerek. Mesela biz devletin beşiğe çıksak mı bununla yol koymayız. Çünkü kurallarının bir xatarligi üçün devletin başka bir güçünün kolda kural yarak bulması gerek. Şunu olay ya devlet armiyasının bir kısmına ayrılmış gerek. Yoki taqib o'tilish kerak. Uning boshqa chorasi yo'q. Ammo faqat davlat parchalangan vaqtda andan keyin qurolli kuchlar har xil guruhlar shaklida mavjud bo'ldi. Lekin Suriya u holatga kelishdan texi yiroq. Chunki Suriyaniki bir tarafini İsrail ishg'ol qildi, bir tarafida Turkiya besib yetiqliq. Turkiya qo'llayotgan kuchlar yana bir tarafda ular HTŞ bilan teg'i chiqish olamdi. Bu bir masala, chunki Turkiya qo'llayotgan kuchlar loyiq. Ya'ni islomcha emas. HTŞ İslamcı, Kürtler layık, sekuler. Bula çıkış alamdı. Yoki bularning hammani HTŞ urushilar olsa, u chaqda u yerda bir adil, haqqoniy bir davlat borligi kelamdi. Urush bilan og'ayadan Esadni zolim mustabid to'g'achqa urush bilan yiqitdik. Tamam. Ammo Kürtlarni Turkiya qo'llayotgan Suriya kuchlarini yoki boshqalarni qorlulan bo'ysundursa u vaqtda u yerda adolat bo'lamdi. U erkinlik bo'lamdi. Bo'lmaydi shundaq-ku. Shundoq. U chaqda yana ichki urushniki boshlanishiga pilik yoqadigan gap. Muqimlik saqlash uchun ya sen yarashishing, adolat barpo qilishing kerak. Chunki zulm, muqimsizlikniki nimasi? Urush biltisi. Manbasi, sababi. Yoki sen qattiq zulm qilishing kerak. Muqimlik saqlashning ikki xil usuli bor. Ya adolat bilan ish qilsa,
chiqib o'tsa, zulm qilmaysa hech kimga zulm qilmasa, yana muqimlik bo'ladi. Yana biri zulmni hasilab qilsa, hamma odamni izib qo'rqitgan vaqtida muqimlik bo'ladi. Masalan, Xitoy hozir har qanday qarshi fikrni izib shu muqimlik saqlayotdi. Bashar Asadmi shunday qilyapti o'zining kontrolidagi rayonlarda. Diktatorlarning hammasi shunday qiladi. Yana muqimlik saqlashning ikki yo'li bor. Ya sen adil bo'lishing, kishilarni baxtli qilishing, hech kimning haqqiga kirmasliging kerak, yoki hammaning haqqiga kirib, hammani izib, mijib qarshilik qilolmaydigan qilib o'tishing kerak. Navbatdagi vaziyatda Suriyadagi hukumatning ezgudakmi kuchi yo'q. Shundaqmi? Shunaqa. Tamamen qudratli kuchi yo'q. Unda uningki tanlashi nima? Kishilarning ko'nglini olish. Ular bilan yarashish, muomala qilish. Ammo uni qila olamdi? Bilmaymiz. Chunki atrofida cho'ng davlatlar bor. Ular yana ayni vaqtda Asad mustaqil davlatini boshqarishga qanchalik kuchi yetmagan bo'lsa, uningga tayinib, buningga tayanmay davlatni tutolmagan bo'lsa, bularmi uningga tayanmay tutolmasligi mumkin. Tutolmaydigandek ko'rinyotdi. Uning buningga tayangandan keyinlar u cho'ng davlatlarningki boshqa bir maqsadi bo'ladi. Manfaati bo'ladi. U manfaat u davlatni yana qaytadan qad ko'tarilib tinch yashashga qo'ymaydigan ahvol kelib chiqadi. Shunga kelgusini kuzatishimiz kerak. Hamda bunday ahvoldan savolimga kelsak, u yerda qurolli kuchga bo'lmaydi. U bizningki mayli Uyg'urlar bo'lsin, yoki boshqa bir chet ellik kuchlar bo'lsin, ular o harbiy kuchini holatini ayrim saqlab turib, bayroqlarni chiqarib turib, u yerda mavjud bo'lib turolmaydi. Birlikka kelgan adliya yo'lga qo'yilgan. Hozir Suriyada adliyada bir narsa yo'q. Adolat deyapmiz hozir. Adolat deganni kim saqlaydi, kim qo'g'daydi? Adolatning ta'minoti soqchi shundaqmi? Adolatning ta'minoti soqchi, ta'minot deganim kapolati. Adolatning kapolati soqchi, taftish, sudchi, qonun. Hozir Suriyada ya qonun yo'q, ya taftish yo'q, ya sudchi yo'q. Shundaqmi? Ya yetarli soqchi yo'q. Hozir YTŞ'nin qurolli kuchlari har qaysi yerlarning amonligini saqlayotdi. Şu Suriye'nin adliye sistemisi hükümet bilan birlikte çökerlik. Hem YTŞ bir İslamcı teşkilat. Şunu bu aslidagi qonunlarni icra qilmaydi. Şunu yeni bir şeriatga asoslangan, yumshoq shaklda bo'lsin bir şeriatga asoslangan qonunlarni tuzishi, buni yo'lga qo'yishi, buning asosan sudchilarni, taftishlarni, advokatlarni terbiyeleşi, o İdlib'de küçük bir yerde yürgüzgen o sistemini bütün Suriye'de işleyen takdirde umumlaştırış için yıllar getirdi. Eğer şunda bolsa hem de bu çağda başka bir kurallık güçünün turuşu o devletki tehdit emez mi? Doğru. Ben devletimdeki chet eldeki her qanday bir kuchninki boshqa bir davlatga tahdid shakllantiradigan yer bo'lishiga yo'l qo'ymayman deganning ma'nosi ham men bu yerdagi barliq chet ellik qurolliqlarningki qo'lidagi qurolni elib olaman. Chet eldan boshqa bir davlat yoki tashkilotningki bu yerga qayta qurolliq aralashib yeni bir davlatga harakat qilishiga yo'l qo'ymayman degan gap. Bu gapning ma'nosi aniq. Uni birlikda tarjima qilib berishga muhtoj gap emas. Davlatimni boshqalarning davlatiga tahdid soldigan holdan qutqizaman deganning ma'nosi ham shu. Bu savol qarta, bunun qarta, bu tema qarta boshqa qo'shib qo'ygan. Endi shuni o'ylashi mumkin bizningki nurg'un kishilar, Uyg'urlar yoki aramizdagilar. Ya'ni
Xuddi Amerika ayni vaqtda Kürtlarni Kurdistondan elib Guamga olib berib tarbiyalab ekib qaytadan yana Barzaniyni Iroqda hukumatga ega qilgandek. Shundaqmi? Shunaqa. Yoki Turkiyaning Ironlarning ayni vaqtda O'rta Sharqdagi musulmonlarni bir shaklda Kosovo, Bosniyaga olib berib u yerda urushga qatnashtirib musulmonlarni qo'g'dashga yordamlashgandek yoki Amerikaning ayni vaqtda O'rta Sharqdagi islom davlatlari bilan birlashib turib bu yerdagi mujohidlarni yoki jihad qo'zg'aganlarni Afg'onistonga olib berib Sovetga qarshi urushga solgandek bizni bir Xitoyga qarshi urushga selishga yaramasmi deb o'ylashi mumkin endi. Shunda bir mavjud bo'lsa, kuch bo'lsa, hamma mushta bir fursat keldi. Biz o'zimizningki jangdagi mahoratimizni, qaysarligimizni ko'rsatsak, ularni bizga ishonsa, mushta ishlatish fursati kelmasmi deb o'ylaydiganlar yo'q emas albatta. Ashta orzu qiladiganlar bo'lishi mumkin bir kunlarda. Lekin hozir birinchidan men Amerikaningki Xitoy bilan undaq bir urush qilish planini borligini bor deb qaramayman. Ya'ni Xitoyni cheklash uchun, Xitoyni Tayvan hujum qilishdan to'sish uchun mudofaa xarakterlik planlari bor-da. Ammo Xitoyda hokimiyatni o'rish uchun bir qurolli harakat qilish plani bordek emas. Chunki Amerika armiyasi to'xtamay Xitoy bilan Janubiy dengizda tirkishayotganligini bilamiz. Xitoy bilan bo'lgan urushning ssenariylarini tuzayotganligini bilamiz. Ammo yana bir tarafdan Bayden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini yaxshilashga tirishayotganligini, munosabat kontrollikdan chiqmagudak darajada tutib turayli deyotganligini tekrar ko'rdik va shu kanalda biz so'zlashdik shundaqmi? Shunaqa. Endi Trump'mo hech qachon qilmagan shaklda, Amerika hech bir prezident qilmagan shaklda Xi Jinpingni o'zininki vazifaga o'tirish murosimiga taklif qildi. Buning ma'nosi yana Xitoyni yeniga tortib Rosni yolg'iz qoldirib Ukraina urushini to'xtatishga zo'rlashdek ko'rinyotdi. Ammo o'xshash vaqtda yanalam Xitoyni hamkorlashquchi ko'rdiganligini ko'rsatyotdi. Shunga biz balkim Xitoyga qattiq qo'lliq bo'ldi degan Trumpningki asosiy maqsadinki Xitoyni iqtisodiy jihatdan shilib olish, Xitoydan ko'proq pul undirish ekanligini kelgusi 4 yilda mencha aniq ko'ramiz. Ammo Xitoyni strategiya jihatdan yiqitish yoki Xitoyda bir hokimiyatni o'zgartirish, kompartiyani taqtdan tushirishdan iborat undaq bir niyati bordek emas. Faqat tizginlash. Asosiy strategiya bo'lib ketyapti. Bundaq ahvolda bizningki Uyg'urlarningki Amerikaningki bu xil bir qo'llashini qo'lga keltirish navbatdagi strategiyalik ahvolga uyg'un deb qaramayman bu bir. Ammo vaziyat har vaqt o'zgarishi mumkin. Masalan, ba'zi bolalar Facebookda menga debdi, sizlarningki farazlaringning yerimi xato chiqadi deb. O xato chiqsa hech nima bo'lmaydi, chunki mening farazim faqat meningki mavjud bilim qurilmamga egilagan ma'lumotimga asoslangan. Bu bir qarash, bu bir faraz. Agar hamma narsa to'g'ri chiqsa, o chog'da oldin bishorat bersam palashsam bo'ladi xalqaro vaziyat haqida. Lekin navbatda uni ko'rmadim. Bu bir. Ikkinchi biri biz oldinmi deb o'tgan. Bizningki u mujohidlar Amerika bilan yaqin turib kelgili 20 yil bo'ldi. Afg'onistonda 2001dan tortib hozirgacha, ya 2020da Amerika chiqib ketdi-da. Suriyada 2013'lerden boshlab hisoblasak 10 yil. U Amerika ularning yanında bor. Hozirgacha ular bilan aloqalasholmadi, kelisholmadi. Demakki ularning bir-biriga ehtiyoji yo'q. Bu quruq xiyol qilishimizning foydasi yo'q. Masalan, men bir qizni yaxshi ko'rma deb qo'yib
bununla talep koymasam, bununla yeniğe bağmasam, o başkası bilen toy kılmamdı. Şundak mı? Şundaq ha. Abdan okuş oldu mu? He. Ya ki o beni kütüp tutsam, ben onu kütüp tutsam bir ömür bir yer kilemeydiğen gel. Demek ki onun ya bana bir işaret vermegine, ya benim onunla dadıl verip talep koymağına karaganda yaxşı görüşmeyimiz birbirimizle. İhtiyacımız yok. Ama bu özümüzde aldığından paydası yok sırttikile, Irak'tikile. Ular Afganistan'da 20 yıl Taliban'dan sebebe Amerika ile uğraştı. Amerika ile şu yarış kilişenmedi. Suriye'ye geldi 10 yıl oldu. O yerde Rusya ile Amerika ile şulardan sebebe uğraştı. Ya Rusya ile kilişenmedi ya Amerika ile kilişenmedi. Belki bir kilişken yer astıdın dişeligen devlet Türkiye. Lakin Türkiye'ninki Uygurlarını karşı cengi teyyarlıya alışığı işin içinin üzerinde o hem de normal akıllı işemez. Türkiye rayonda üzerindeki meseleleri bilen boğuşup atkan bir devlet. Rayondaki küçük bir devlet mi? Küçük devlet. Ama Şark Asya'ya tesir göstergede gücü var mı? Yok. Palestin doğruluk mu? Bir yıl oldu vakirat toğulu. Bizni zaten taşlı etti. Demek hem de bunda bir neyse yok kömüdük. Çünkü o ne? Yani kütüşüne açtı yok yani. 20 yılının yani yetmegen murat maksatke bundan keyin yetiş natayın. Yani Amerika'nınki bunun kızıkışı yok bolsa bu çakı ulağı elçevet, pekilevet, güreşken bulattı. Bazı gaplar var Amerika'dakiler kürüşe yıldızı ular etkip dikende. O gaplarımı belki rastlashı mümkün ama ben onca nima qilib ketmayman, onun ahamiyat berib ketmayman. Çünkü eğer Amerika'nın rastlam şundan maqsad olsa, biri bilen kürüşüp bu unaması yana biriga baraduchu. Shundaq-ku. Şundaq. Yana bir qatim o planga kirgan vaqtda uni qiladi. Ammo mish-mish gaplar bilan uning bir narsa degili olmaydi. Biznikilardan hozirgacha ularni hech kim chekkanlar bormi? Uni anlamadik. İdeologiya jihatdan hozirmi? Hozir emas. Ko'ryapmiz dahi Turkiston Islom partiyasining tashviqotlari dahigacha xilofat qurish, dunyoning hamma yerida ummatni ozod qilish, islomning bayrog'ini zaminning hamma yerida lapildatish degandek g'oyaviy doiradan chiqolmoqlik. Ammo hech bo'lmasa ularninki xo'jayinlari bo'lgan Taliban yoki HTŞ'larninki şuarları, teşvikatları allaqachon o'zgarib dunyoning vaziyatiga moslashib biz Taliban Afg'onistonning sirtida ishimiz yo'q, HTŞ Suriyaning sirtida ishimiz yo'q deydigan olg'i kap bo'ldi. Yani o'ziniki tepedeki cho'ng akalari o'zgarib bo'ldi dunyoning ahvoliga qarab. Ammo ular daha o'zgargani yo'q. Yani teşvikatları qarasak shu. Ular hazırmı? Bence hazır emas. Şuna bu xil xiyalninki reallik yo'q. Realligi bo'lsa, bence uni bir amalga oshirgudek vaqt, yetarli vaqt o'tab bo'ldi. Endi bununla xeli uzun to'xtaldik, 1 soatdan ortiqroq. Şunu men degandek, Xo'sh. ularninki Suriyaninki tinch gullangan demsakmi, tinchlangan, muqimlangan bir Suriyada normal fuqaro bo'lib, bolalarni maktablarda o'qitib, o'zi bo'lsa urushdan keyingi qayta qurish deganda fursatlar ko'p bo'ladi. Jiq-jiq pul tepib, Suriyaninki lirasiniki bir qimmati yo'q bo'lsa, Turkiya lirasi, uni tashlab bo'lsa, dollarni jiqroq tepib, bundan keyin yaxshi yashashi men uchun ham ko'ngildagidek ssenariy. Men shuni endi o'tgan ko'z yosh, qon yosh, to'langan badallarimiz ketdi. U yerga kirishman uchun menga nisbatan bir xato tanlashdi.
Onu neçe qatim dedim kişilerin konuyu yapmasını yendeyme. Hatta bir tallaştı. Ama demelan bolmasın bir milletin işi degen teşkillik olmaydı iken, hissiyat ölen cemaatning keyfiyat ölen bolup ketedi iken. Bu yerden Xitoy istihbaratıdan tartib xalqaroniki nurg'un davlatlarning qo'li bo'lishi mumkin, onu bilmaymiz. Nima bilan bo'lmasin Suriyaga, Iroqqa Uyg'urlar kirdi, bu bir reallik. Iroqdagilarniki ahvolini bilamiz, qani vayron bo'ldi. Hozir kurdlarniki Daesh'ten tushgan asirlarning orasida bir muncha Uyg'urlar bor. Ularniki bo'lsa qutulib chiqishini, ularniki balalarniki, avlodlariniki yaxshi bir turmushga ega bo'lishini, chunki undan umid qilaman. Suriyadagilarnikimi Suriyada xo'shal yashashini, shu yerda kelgusida bir Uyg'ur mahallasi yoki Uyg'ur noyisi, Uyg'ur yezisi shakllanishini umid qilaman. Ya'ni jon bo'lsa jahon debdi ekan. U ulug' quruq gaplarniki, xiyollarniki ahamiyati yo'q. Suriyaninki 3dan 2sini egilayotgan 60 mingga yaqin muntazam askari var deb qaralayotgan Kürt qurolliqlarimi hozir Suriyaning bayrog'ini esib tunigan o'zininki butun idora organlarida. Biz markaz hukumatni qabul qilamiz, Suriyaninki kelgusida bir avtonom rayon bo'lib qolishni xohlaymiz deyotdi. Nimishqa? Chunki mustaqillik desa Türkiye'ninki ularni qat'iy qabul qilmay izzetadiganligidan qo'rqyotdi hozir. Amerika tashlab chiqib kelsa, YTŞ bilan Turkiya kelib yo'qotib yotmasin deb ansirayotdi. Yana bu siyosiy qarorlar hissiyot bilan undaq qiliqi sho'rlar ilinadigan narsa emas. Hech yo'qotqudek hech nima yo'q vaqtda nochasan. Davlat qursa, xilofat qursa, imperiya qursa. Ama yo'qotqudek qo'lingda bir kanat, bir yezi bo'lsa, u chaqda sen uni qo'g'dashga tirishsan. Ay Kürtlermi hozir shu qo'g'dashga tirishyapti. Xuddi ularning taqdiri hozir bizning ikkinchi jumhuriyatga o'xshaydi yana. Ya shu yerda bir avtonomiyaga ega bo'ldi, yoki tamoman qurib qoladi shuningdimi. Bundaq ahvolda hamda bizniki o yerdagi necha ming Uyg'ur yoki uning qo'ldagi shu qurollar bilan Xitoyga berib vatan ozod qilishni umid qilish, kutib o'tirish reallikqa uyg'un bir orzu emas bu. Muhimi hamma narsa o'zgargandan keyin biz o'zgarib reallikqa moslashish kerak endi. Endi qag'inni hammaning javobini vaqt berdi, qag'indan. Qag'indan tarix berdi, bizning o'ylaganimiz shu, mening ko'nglim shu. Savdoning qarshi Sudiston bo'ldi. O'ylamagan yerdan hamda ulu qudratda ketib bir Sharq Turkistonni ozod qilaversa, mening Qashqar Xotanda yashag'im bor. İstanbul'ningki bir chetida qaqshab qaynab o'tkim yo'q. Hokimiyatni osti bo'lsa, Urumchini ashular fatih qilsa, bizningki mujohidlar qo'mondonlarimiz prezident bo'lsa, bosh ministr bo'lsa, bosh qo'mondon bo'lsa, bizga yarashadi davlatni so'rash. To'g'ri. Meningmi boshqa nimam yo'q, boshqa ko'z qarashim yo'q. Shu hamda buni hisobda anglaganlar, anglayotganlar, ya anglaydiganlar. Buni biz o'ttir hal şekilde nəhayət obyektiv halda bir göz qarash qilish tirishdik. Hech kimde düşmanligi yo'q, faqat reallik va o'ttirda, ochiq reallik va. Shu buni hamda biz bir o'qib akademi ma'lumlarimizni o'rgangan narsamiz shu. Akademisyen degan hamma narsa ochiq deyish kerak. O'tirib qo'yishimiz kerak. Nim qilmagan şekilde. Hech kimga yan bosmagan şekilde deb. Shu hamda biz buni mantiqiy jihatdan, mantiqliq inkaslaringlar bo'lsa yozsanglar, biz hech qachon masalan bir tarafga yoki dushmanlik nimamiz yo'q. Shuni men deb qo'ymoqchi. Ondan keyingi savolga o'tib ketsak hamda.
Lekin Çıktı. ben Hoş. bir narsa turib qo'yaylik. Sen Hoş. so'rameding aslida. Xitoy bilan bo'lgan yangi Suriyaningki, yangi hukumatninki munosabati. Hoş. Endi Xitoyninki Suriya strategiyasi siyosati mag'lub bo'ldi. Bu aniq. Chunki Xitoyning Suriya siyosati Asad hokimiyatini qo'llashdi. Hatto o'tgan haftadagi Xitoyning tashqi ishlar ministrligining bayonotchisimi biz Suriya hukumatini qo'llaymiz degan. Ammo Asad o'lgandan keyin 3 kundan keyin biz Suriya xalqining tanlashiga hurmat qilamiz dedi. Demak, Xitoy hozir vaziyatni kuzatyapti. Shunga yangi bir Suriya siyosati yo'l qo'ydi. Endi HTŞ bilan Xitoyninki munosabatining qanday bo'lganligini bayon sen deb o'tdim. Ya'ni Asad Xitoyning qo'llashi dedi. Asad yiqildi, endi Asadga qarshi kuchlar bo'lgan HTŞ keldi. Shunga bu Xitoy qarshi turdi deyish to'g'ri emas dedim. Chunki Xitoyning Suriyaga ehtiyoji yo'q, Suriyaning Xitoyga ehtiyoji bor dedim. To'g'ri. Endi Suriya Xitoyga muhtojmi? Iqtisodiy jihatdan muhtoj bo'lishi mumkin. Chunki hozirgi dunyoda vayron bo'lgan o'l-aslalarga eng tez mablag' soladigan davlatdan biri Xitoy. Xitoyninki bir balvoq bir yo'l siyosatimi amaliyotda o'l-aslaha qurilish siyosati. Suriyada Xitoy qiziqadigan narsa bormi? Bor. Siyosiy jihatdan Suriyada Uyg'urlarninki ta'sirini tozalashni va uni cheklashni o'ylaydi. Hoş. Iqtisodiy jihatdan Suriyaga mablag' solib, Suriyani qayta qurish orqali Suriyaninki energiyasini elishni o'ylaydi. Neft va boshqa boyliqlarninki Xitoyga lozimi bor. Xitoydagi 5-chi po'lat, temir, seminotlarning Suriyaga lozimi bor. Shunga bu jihatda Xitoy Suriyaga qiziqishi mumkin. Qiziqidi. Suriyami Yevropa, Amerika davlatlari gumon bilan, shubha bilan qarab turgan vaziyatda Rossiyaning holi yo'q, Turkiyaning iqtisodiy yordami cheklik. Bunday ahvolda Xitoydan keladigan har qanday mablag'ni rad qilmaydi. Ammo uning sharti yuqorida deyilgandek yoki boshqalar faraz qilgandek og'ir darajada u Uyg'urlarni tutib qaytarib berish yoki ularni Suriyadan qo'g'lash degandek bunday og'ir siyosiy shartlar bo'lsa, balkim Suriya hukumati yaqin kelgusida uni qilmaydi. Balki Talibanga o'xshash Suriyada Uyg'ur yo'q deydi, oshkora. Ushurun holatda sizlarning bu to'g'rilarni urulayolmaymiz, lekin biz ularninki sizlarga qarshi hech qanday nima qilmasligiga, Suriyaga solgan mablag'inglarga, aslahalaringlarga, odamlaringlarga chiqilmasligiga kafolatlik qilamiz degan shakllarda bu ishlarni bir taraf qiladi. Endi Xitoy Suriyaga qanday muomala qildi desak, menimcha Xitoy Suriyadagi yangi hukumatni islomchi bo'lsin, millatchi bo'lsin, nihoyat tezlam qabul qiladi. Bu Xitoyga nisbatan an'ana. Xitoy hech qachon tashqi siyosatda bir qimmat qarashni, ideologiyani tutqu qilgan emas. Xitoyning Amerikaga o'xshash, Yevropaga o'xshash kishilik huquq, inson haqlari deydigan dadi yo'q. Xitoy Afg'onistonda Talibanni qanday tez qabul qilgan va uni qo'yniga olgan bo'lsa, Suriyada HTŞni shu qadar tez qo'yniga oladi, qabul qiladi. Faqat masala ba'zi siyosiy kelishimlarda va iqtisodiy kelishimlarda kelishish masalasi, vaqt masalasi. Xitoyninki akam kimni olsa yo'q. Akam kimni olsa yengam deydigan tashqi siyosat andisi menimcha Suriyaga shu paytda ishlayveradi. Rossiyaga kelsak, umi o'xshash. Chunki Taliban Rossiyaningki dushmani edi.
Ayni vaqtda Ruslarni Taliban Afg'onistondan qo'g'lab chiqargan. Ammo qaraydigan bo'lsak, bugun va Taliban Amerikani qo'g'lab chiqarish harpisida Taliban Rossiyani o'ziniki haqqirik qildi. Rossiya bilan hozir adashib ketdi. Bir qancha hafta burun Rossiyaningki davlat mudofaa ministri Afg'onistonga ziyoratga bordi. Shunga Rossiya yangi hukumatni menimcha tez qabul qiladi, e'tirof qiladi. Ammo masala yangi hukumat Rossiya bilan bo'lgan munosabatni qanday yuritadi? Asad Moskvaga qochdi. Asad Suriyadagi nurg'un kishilarning qiniga qo'li buyalgan qonxo'r bir diktator. U sotqa tortilishi kerak, u jazolanishi kerak. U qochib ketgan va ilib qochib ketgan Suriyaning mol-mulki Suriya xalqiga qaytarilishi kerak. Bu normal bir mantiqa va normal bir qonuniy tartib va adolatning taqozosi. Ammo Suriya yangi hukumati buni Rossiyadan talab qilib ola olamdi. Buni elish uchun Suriya yangi hukumati Rossiyaga nimalarni beralaydi? Rossiya Suriya yangi hukumatiga bu talablarni urullab turib yarışishni qabul qilamdi yoki ularni Asadni men panolik berdim, u olib kelgan boyliqlarni endi Rossiyaga ishlatamiz, u Rossiyada xajlaydi. Uni xalqaro sudga topshirmayman, ammo mushundaq shart bilan yana sizlar bilan yarashaman demdi. Bundaq desa yangi hukumat buni qabul qilamdi. Qabul qilsa uni xalq qabul qilamdi. Bu jiq bir chigish savollarga va buni chigish savollarni qo'zg'aydigan va javobga muhtoj bir masala. Shunga Suriya bilan Rossiyaning munosabati gijmach va iniqsiz. Ammo Xitoy bilan Rossiya bilan Suriyaning munosabati gijmach. Ammo Xitoy bilan Suriyaning munosabati nihoyat ravon bo'ladi. Tizlam yarışıp ketadi deb o'ylayman. Başqa qo'shib qo'ydigan yapamı? Jiq qo'shyaptim endi. Qolganini qarayli endi. O'sha qo'shamiz. Qolganini ko'ramiz endi. İkinci sual endi 2 hafta burun laqabni qilamadik. Nuriy Turkanninki anasiniki Amerikaga olib kelinishi bo'ldi hamda bu bir tarafdan Uyg'urlarga nisbatan biroz xo'shallik, umidlik tuyulsa, yana bir tarafdan ba'zilar nim qayg'u tushgan bo'ldi. Masalan, mesela nurg'un Uyg'urlar bor, faqat mushlarlar nim qilamdi degan shaklda. Hozir boshqalarmi masalan ko'z qarashlarini bildirib yetibdi, masalan. Bu bir nimadan qaramdoq yaxshilanish deb qaramdoq yoki buningki Uyg'ur da'vosiningki umumliqdan neymiz shaxsiylikka biroz ozlayotganligini, to'vallayotganligini deb tushunamdik buni. Qanday tushunamiz? Menimcha buning simvollik ahamiyati cho'ng hamda. Albatta oldi bilan hamda shu apimizning qutulib chiqqanidan xursand bo'ldik. Xitoyninki zulmidan qutulib chiqqanlik uchun bizningki ailamizdagilarning qutulishiga nisb bo'lgan. Nuriy Turkal Amerikaninki bir ma'muriy hisoblanadi hozir, amaldor hisoblanadi. Shu hamda uningki anasiniki qutqizilib ochiqilganligi, olib kelinganligi. Bu Amerikaninki ham o'zininki vatandoshiga ko'ngil bo'layotganligining ifodasi, ham ayni vaqtda Uyg'urlarninki masalasiga ko'ngil bo'layotganligining simvollik bir ifodasi. Albatta bu milyonlagan Uyg'urlar turmalarda yetayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hisobini so'g'ili odam yo'q. Xalqaro sud ko'zini yetib olgan, dunyo bu masaladan o'zini qochirayotgan shundaq bir dunyoda bu hamda hech nima. Amerikaninki
Muşunçilik işini ben kıla aldım dep dünyaga köstişinin üzümü aciz bir hareket. Ama simvolluk bir hareket. 2004 yılı, 2003 mü yaki. Rabia Kadir Hanım'ı mı Amerika şu şekilde türmeden hep çıkan davalaş ihtiyacını göz tutturup. Rabia Kadir Hanım chet elge çıkandan keyin Uyg'ur hareketininki rahbari bulup 10 yıl hatta 15 yıl faaliyet kıldı. Ve bu mu Uyg'urlarninki tarixidagi çoğun bir buruluş yoki çoğun bir hadise hesaplandı hamda chet eldeki ahvollarga nisbatan. Doğru. Shuningdek hamda bu qatim Nuri Turkalninki, anasınınki ve başka yana bir Uyg'ur dada qiz, dada balaninki Xitoy bilan bo'lgan tutqun yoki mahbus almashtirish kelishimi qatorida qutqizilib Amerikaga elib kelinganligi. Ya'ni Amerikanınki Uyg'urlarniki masalasiga hech bo'lmaganda o'zininki Amerika vatandaşı bo'lgan Uyg'urlarning masalasiga ko'ngil bo'layotganligining bir ifodasi. Ammo Amerikanınki Uyg'urlarninki masalasida Xitoyga iqtisodiy jazo embargo berishdan sirt keng ko'lamli bir harakat qo'llanmaganligi, chet eldagi Uyg'urlarninki qiyinchiliklarni hal qilish uchunmi kuchamaganligi bu bir reallik, bu bir amaliyot. Amerikaning hozirgacha bir amaliy qadam atganini ko'rmadik hamda. Hikoyalarni jiq anglaymiz. Xitoyning shirkatlariga jazo berganligini ko'rdik. Uning Xitoyning iqtisodiga ta'siri var ama Uyg'urlarga qanchalik ta'siri var buni oldin qatimni so'zlaganmiz. Doğru. Ya'ni Amerika mundaqcha aytgan vaqtda qonunlarni chiqardi, to'g'ri. Uyg'urlarniki ovozini dunyoga anglatdi. Umi to'g'ri. Ammo Uyg'urlarniki yurikiga yoki Uyg'urlarniki amaliy ehtiyojiga tegish qiladigan bir ish qilmadi. Mayli Amerikadagi Uyg'urlarniki panohlik ishlari bo'lsin, yoki dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy qaytarilish xavfidagi Uyg'urlarni qutqizish jihatdan bo'lsin, yoki Xitoydagi Uyg'urlarniki umuman irqiy qirg'inchilikdan, majburiy emgakdan qutulishi uchun bo'lsin, pek bir mohiyatlik bir ish qilmadi, tilqog'idek bir ish qilmadi. Shu bu bir reallik endi. Açık olsun mu deyish kerak endi bu yerda. Albatta Amerikachilik qilmadi endi boshqalar. Chunki boshqalar zaten Amerikadan ojiz endi Amerika dunyoning saqchisi. Cho'ng davlat biz bilan qo'llayotdi degan davlat shu. Ammo umum tayinliq endi. Shu hamda shu tayinliqlarning ichidan hamda bu Nuri Turkalninki, anasınınki ve yana bir aileninki qutulib chiqqanligi bir amaliy naq xizmat hamda bu-chu. Gerçi hem de milyonlagan kişiler türmede. Bizden mu ailemizden haber yok, ata-analarımız hayat mı sak mı bilmeyimiz. Bundak ahvalda hem de hele bir gap bak o hele meğer kuruk yaptığın bir ameli iş özel deydiğen. Doğru. Şu bir şu anda benim ameli iş dişki buldu hem de. Şu benim içimde bunu hele umuma atmosfera, umumi resimga qarab baholasang hamda kichik bir ish, javsag'udek yeri yo'q. Ammo amaliy qismiga qarasang, bir insonning hayot nuqtasini o'ylasang, cho'ng bir ish. Undaqda hamda buni iliqi hareketimi nim kuvvetimiz mesela yeni hükümet kelişten burun konu hükümet vaqtda bir az iş qiladigan bunda bir iş var. Hem bunu nima iliqi BTT'ninki reisi meni vaqtda tushib ketishdan burun biraz ba'zi narsalarni oshkorlagan bo'ldi degandek. Bu mu bir iliqi Biden hükümetinden ketishdan burun Uyg'urlarga berib etib tushib ketadigan bir ish qatorida ko'ramsiz yoki buning iliqi qaysi shaklda tushunamiz buni? Qaysi? Mao Nuri Turkalning opasining Xo'sh, mi? Ya buniki
buningki yangi hukumatga hech qanday bir nimasi yo'q. Yangi hukumatga hech qanday bir besim olib keladigan bir tarafi yo'q bu ishningki. Bu faqat Bayden hukumatiniki bir to'pisi deyishga bo'ladi endi. Chunki oxirgi mezgil kelib qolgandan keyin shu qo'ldagi ba'zi jiddiy ishlarni yig'ishtirib deb o'ylaydi-da endi. To'g'ri. Hammadan bir yaxshi nomim qolsin, yaxshi ta'sirim qolsin deb o'ylaydi hukumatda. Shunga hamda Bayden hukumati shu tuzgan siyosatlar, yurgizgan siyosatlar, strategiyalar, boshlagan ishlarni hamda bir oxirini chiqarib o'tib, chiqarg'ili bo'lganini chiqarib, chiqarg'ili bo'lmaydiganni hamda muayyan bir holga keltirib, yangi hukumatga o'tkazib berish uchun tutish qildigan gap. Shunga bu qatimqi hamda mahbus almashtirishninki shunga udullab putganligini shu nuqtadan ko'rish kerak hamda. O'zi boshlagan ishni oxiriga chiqarib o'tish. Buni yangi hukumatga besimga olib keladigan bir tarafi yo'q. Tushundim. Undaqda boshqa qo'shib qo'yadigan yeringiz bormi? Boshqa qo'shib qo'yadigan yer yo'q. Undaqda keyingi savolga o'tib ketaylik. Majburan gapsini o'tganda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, shoxilninki. Ya'niki majburiy emgak chetilgan ba'zi masalan hozir shoxil deyapmiz-ku. Shoxilninki Italiyada ba'zi bir markalar orqali setilayotganligi o'ttirib chiqdi masalan. Hamda biz o'qiganimda savdo qo'riqchiligi qildiganlar normalda masalan bu masalan majburiy emgak chetilibdi-ku. Onun burun masalan yeşil mahsulot emasdi, ba'zi ximiyalik moddalar chetilgan degan shaklda qilinadi bu masalan savdo qo'riqchilikcha hamda bana olib beradigan narsa. Hamda bu nuqtadan siz masalan nimaninki ba'zi shirkatlar embargo yurgizyotdi masalan cheklayotdi, cheklashib beryotdi hamda bu bir hesabda yaxshi. Buni qanday qaraysiz? Aldı bilan bu ishniki qanday bo'lganligini ozroq so'zlayli mencha. Sening gapingni mencha ba'zi anglaganlar tushunmadi. To'g'ri. Xitoy hozir bizning vatandagi sho'xlilarni bevosita dunyoga sotolmagan bo'lg'achqa, buni chet eldagi boshqa shirkatlarga olib chiqib xon setish orqali yoki bo'lmasa markasini o'zgartirib chaplab setish orqali dunyo bozoriga kirgizyotdi. Buni asosli hamda O'rta Osiyo, Qozog'iston, O'zbekistonlardan yoki Pokistonlardan tashqi dunyoga chiqarib, undan keyin Turkiyalargacha ekilib Yevropaga yo'tkayotgan bir ahvol mavjudda. Bu haqdagi xabarlar chiqayotganimi xil bo'ldi hamda. O'tgan haftada BBC bu to'g'riliq keng ko'lamli bir xabar ishildi. BBC-ku deyman. Shunaqa. BBC'ninki e'lon qilgan xabarida Italiyadagi sho'xlar konservasiya ishlab chiqaradigan shirkatlar bizning vatanninki sho'xlarini ekilib, buni boshqa markalarni chaplab, pishiqlab ishlab dunyo bozoriga selayotgan. BBC bu yerdan avrish kelib tekshirgan vaqtda bu sho'xlalarninki zo'r bir qismininki bizning vatanda ishlanganligi isbotlangan. Buni qanday isbotlagan deganda Avstraliyadagi yezgilik tadqiqot markaziga yo'llab, u yerda tekshirish orqali uning tarkibidagi moddalarga qarab turib, buningki bizning vatanning tuprog'ida o'sib bitilgan sho'xli ekanligi jazmlashtirilgan. Bu xabar chiqqandan keyin Yevropadagi, Angliyadagi nurg'un millat vakillari bu masalani qattiq tekshirishni o'ttirib qo'ydi. Shuning bilan bu Uyg'ur majburiy emgakiga chetilgan masala yana bir qatim kun tartibga kelgan bo'ldi. Demak, endi bu yerdan Xitoy nuqtasini aytgan vaqtda Amerikaninki rayonga qo'ygan embargosidan, jazosidan qachish uchun mahsulotlarni Pokiston, Qozog'iston degandek davlatlarga ham yo'tkab, bu yerdan
Türkiye, Azerbaycan yolları arkalık Akdeniz'e tushirib, bu yerdan Akdeniz arkalık Avrupalarga yetkazayotganligini ko'rib olishga bo'ladi. Yana demak endi Xitoy iqtisodiy embargodan qechyotidi. G'arbninki tadqiqotchilari, medialari buni iz qo'g'lab tekshiryotidi va bayqalganlarga Amerika jazo beryotidi. To'g'ri. Ha. Gap qil. Endi Gaping tugagan bo'lsa, to'xtayli programmani. 1 Hmm. soat 40 minut o'tdi. Boshqa so'raydigan savollarni chaqchaq so'rasang bo'lsa, Mhm. tugatayli. Buni bunday uzatib etsekmi, kishilar ko'rib bo'lolmaydi. Oxirida ikkita savol qilib qoldi. Shuni qisqa shaklda tugatib o'taylarni keyin. Rabia Qadir So'dsarininki chiqib etilganligi o'tganda masalan chiqildimi chiqilmadimi taz aniq emasdi yoki buniki chiqishga tirishayotganligi deyapti. Hamda chiqib etilganligi aniq bo'ldi hisobda. Bu Uyg'urlarniki ma'naviyatiga biroz zarba bergan bo'ldi masalan degan shaklda nim beryotdi masalan. Buni ochiqlab beryotdi. Siz buni qanday qaraysiz? Endi Rabia Qadir So'dsariya Uyg'urlarninki, karxonchilarninki bir nimasi, simvoli. Ayni vaqtda Urumchida eng hashamatli binodir. Xo'sh. Rabia Qadir Uyg'urlarninki siyosiy rahbariga aylangandan keyin chet elga chiqib, u Uyg'urlarninkimi bir qarshilikninki simvoliga aylanib qolgan. Urumchida biz 2014larda 15larda Urumchida tug'an mezgildimi, u binoning atrofini sim to'la bilan yoki silyo to'la bilan itib etgan, allaqachon taqib etgan uni. 5-yil vaqasidan keyin taqdigu deyman bilishimcha. O bino hozirgacha hamda shu shaharning o'rtasida to'saq holatda turayotgan. Uni hamda ma'lum ma'noda aytganda Uyg'ur korxonchilarini qo'rqitish yoki Uyg'urlarninki Uyg'urlarga ibrat qilish uchun shunday qilib qo'ydi deb qaragan shu vaqtda. Xo'sh. U hozirgacha davomlashib kelgan. Endi bu qatim uningki yiqib o'tilganligi haqidagi xabarlar boshda mish-mish shaklda chiqdi, keyin Erkin Osiyo radiosi buni dalilladi. Yiqib o'tibdi. Endi bu yerdagi masala nuqul menimcha bo'lganda hamda o binoninki yiqib o'tilishidan bekrak hamda o binoninki sohiblarininki uningga igidorlik qilish huquqining tortib olinishi. Endi o bino Urumchidagi boshqa yangi atrofiga solingan binolarga nisbatan ko'nrab qolgan bu bir amaliyot. To'g'ri. Shunga u binoninki Rabia Qadir xonim chet elda, uningki urug' tuqqanlari Urumchida, ba'zilari qamoqda bo'lishi mumkin, ba'zilari sirtda, konkret ahvolni bilmaymiz. Ammo muhimi endi bu yerda uning sohiblarining qo'lidan tortib olindimi, tortib olinmadimi? Musodara qilindimi, qilinmadimi? Shu endi. Xo'sh. U yerga to'lam berildimi, berilmadimi yoki uning asli egalari aqida shirkati deyman, bir shirkatning nomida u bino. U shirkatni shular qayta salamdi, qayta qurib chiqamdi. Ya'ni konkret u yerda bir xabar yo'q hozircha endi. Xo'sh. Faqat endi shu yiqildimi, yiqildi degan xabarlar ekinatsiyaning dalilligini. Ammo uni kim yiqdi? Hukumat yiqqanligining gapini da'vatidi. Ammo uning keyingi ahvoli qanday bo'ladi? Bu masala oydin emas endi. Umuman qilib aytganda endi o bino bir simvollik binodir. Uningki yiqilishi yiqilishi emas endi taqilib shu holatda 10 necha yildan buyon shu qayta tashlab qo'yilishining o'zi
Uygurlarga nisbeten bir Xitoyningki zarbisi. Hazır onunki yıkılıp eğer endi onun o'rniga ularninki qo'ldan ilinib boshqa bir narsa selinsa, o chog'da bu simvolninki buningki yo'qotilishi. Bu albatta Uygurlarga nisbeten ma'naviy zarbimi? Albatta ma'naviy zarba. Ama onu elbette Xitoy yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Agar mumkin bo'lsa, uni shu shirkatning aslida sohiblari qayta go'zal qilib qurib chiqsa, o chog'da Uyg'urlarning qaddining tiklanigini bo'ladi qaytadan. Ama Doğru. navbatdagi ahvolda uning imkon bormi? Bilmaymiz. Endi belki onun endi bu yerda masalan o'quv siyosiy nuqtadan o'ylag'ili bo'lmaydi demakchi. Çünkü biz Ürümçi'de yaşadık 2014'te. Nurgul adamlar 2000'ci yıllarda çıkanlar onu hazırma şu petek kat götürüp tutan halatı bilişi mümkün ama Ürümçi'nin o etraftaki başka binalar degen allakaçan o 5 qavatlik bina olsa 20-30 qavatlik binalar silinip getirilgen duyardı şu. Doğru. Endi eng oxirgi bir savol. Kanadaningki, Xitoyningki amaldorligi jazo qo'yganligi yana shu 10 dekabr 10 yillar seshanba kuni 8 Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini 8 9 mu 8? 8. Ben 8 deb o'qidim deymi? Ben 9'da köyünde kalan. Hiç ne bulmaydı. Mayli. Bir nima endi yurgizgan bo'pti. Endi bu yerda hozir deylaylik, masalan, Uyg'urlarni qo'llayotgan ba'zi davlatlarniki necha yillik, masalan, burunqi 2020 biroq burunqi yillarga qaraganda haqiqatan shiddatlan to'vallayotganligini ko'ryapmiz. Buningdan keyin ham tövallamda qaysi shaklda bo'ladi hamda asosan g'arb davlatlari Uyg'urlarni qo'llab kelyotidi. Ba'zi narsalarni jazolarni yurgizib degandek. Nuqulda bu qaysi nuqtadan qarashimiz kerak? İqtisodiy nuqtadan qarashimiz kerakmi yoki bakalaqa yukslib Xitoyniki iqtisodniki taqamak nim qilib ketish sababli buni Xitoyni ojizlashtirib nim qildi deb emasmi? Masalan, nuqulda jang bilan emas, kuchligan holatda Xitoyni ojizlashtirish deb qarab kelyaptimi hamda qididoq. Bunun hamda sizning siz qanday o'ylaysiz ham buni? Kanada bilan Xitoyning munosabati siyosiy munosabatlari biraz yirik davom qilib kelgan. Xo'sh. Huawei'ninki direktori Meng Wanzhou Meng Wanzhou'ni tutib Amerikaga Amerikadan talep bilan Meng Wanzhou'ni tutqun tutdi Kanada. Xo'sh. Ondan keyin Xitoydagi ikki Kanada vatandoshini tutdi. Ondan keyin bular bir 2 yil tillashdi. Oxirida almashtirib qutulgan bo'ldi bu shaklda. To'g'ri. Keyin bu munosabatlar nisbatan yaxshilangan. Bu yil 5-oyda deyman. Kanadaning Xitoydagi elchisi, bosh elchisi Ürümchini ziyorat qilgan. Ürümchini ziyorat qilib, Mashinro'yga ig'ziga chiqib turib, bu yerdagi masalalarni ochiq xalqaro bir tekshirishga kelib baholashi tekshirish kerak deb talab qo'ygan. Ya'ni hozirgacha xalqarodagi eng cho'ng bir amaldorninki Xitoyninki amaldorning yuziga qarab turib, endi avtonom rayondagi amaldorning oldida degan gap mushu endi. Masalan, Turkiyaning Haqqan Fidanlining borganini ko'rdik. Nima cho'ng gaplarni qilib qo'ygan bilan Turk islom yurti Qashqa Xotan Ürümchi deb. Ammo undaq bir bu yerda masala bor, bu masalani tekshirish kerak degan gapni ochiq deyilgan emas. Ammo Kanada bosh ministri bosh ministr dedim, bosh elchisi degan 5-oyda. Endi bu qatam Kanada 9 yasan degan 8 kishiga jazo yurgizdi. Bularninki asosli hamda Tibet va Uyg'urlarni asos qilgan holda Xitoydagi kishilik huquq daftarchiliklariga chetilgan
insonlardan tuzilgan bir tizimlik ekanligini bilamiz. Doğru. Endi bizga nisbatan sobiq rais Shuhrat Zokir, sobiq shuji Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partiyasının şujisi Chen Chuangu, Uyghur irqiy qirg'inchiligini yurgizgan jallat. Ondan başqa yana Abdunum Rayonluq JX idorasininki bir nimasi bor. Yana siyosiy kengashdan biraylar bor. Ikki Uyg'ur, uch Xitoy deyman. Uyg'urlarga munosabatli jazolanganlar. Shundaqmi? Şundaqa. Qolganlari Tibetga munosabatli. Hı. Endi bu Kanada'nınki bu jihatdagi yangi bir qadam endi. Bu chaqchi Kanada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. 10 ming Uyg'urni Kanadaga o'rlashtirish planni yo'lga qo'ydi. Hozir ijro qilinyapti. Eng dastlabki kishining yetib borganligi xabar qilindi, ko'rdik. Hı. Endi bu qatim Kanada kishilik huquq jihatdan o'ziniki sodiqligini ko'rsatish uchun Xitoydagi 9, ya'ni 8 amaldorga jazo yurgizdi. Ben bundan endi Kanada'nınki kishilik huquq jihatdan o'ziniki tashqi siyosatdagi qat'iyligini ko'rsatish maqsadida bu ishni qildi deb o'ylayman. Chunki Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy jazo yoki boshqa jihatlarga jiq ta'sir ko'rsatmaydi. Siyosiy munosabatlarni yana buzadi, yiriklashtiradi. Uni oldin ko'ra olamiz. Ammo u iqtisodiy munosabatni buzish uchun Xitoyning shirkatlari jazo qo'ysa, ondan shundoq bo'ladi. Hozir jazo berilgan kishilar o'rtaq alohidaligiga qarasang, biri sobiq amaldorlar, ya'ni jinoyat o'tkazgan, ammo hozirgi vazifasidan qolib qolgan kishilar, aktiv vazifa o'tayotgan emas. Ikkinchi biri asosliqi siyosiy va qonun sohasidagilar, savdo sohasidagilar emas. Bundan ham Kanada'ningki diplomatik qiyinchilik paydo qilishdanmi qochqanligini ko'rib bo'ldi. Ya'ni Xitoyninki bak yuqori qatlam yoki tashqi siyosatga munosabatli amaldorlarni emas, vazifasidan istiqo bergan yoki eli o'tilgan kona amaldorlarni yoki o'ttiri tuvan qatlam amaldorlarni tizimlikka kirgizganligi hem Xitoyga bu jihatdan ogohlantirish, o'ziniki tashqi siyosatda kishilik huquqni davomli ta'kidlaydiganligini namoyon qilish, hem Xitoy bilan bo'lgan siyosiy munosabatlarni zo'r darajada buzib olmaslik. Mushuni chiqish qilgandek qiladi. Ammo nima bilan bo'lmasin, Kanadaninki bu 9 kishiga jazo yurgizganligi cho'ng bir ish endi. Doğru. Endi bugungi savollar mushuchilik Kanada bilan qo'shib Xitoyning siyosiy munosabatini yana yiriklashadi, buzildi deyishga bo'ldi. Endi bugungi programma o'sha oyoqlashdi. Bizni sabr bilan anglab berganingizga ko'p rahmat. Asli bek yaxshi tayyorlik qilib chiqqandim ammo ba'zi yerda niqib ketdim. Mayli qani qolganini oldimizda teqmi. Yaxshi qilishga tirishamiz. Har bir inkaslarni, tushunchalaringlarni yozib qo'yinglar. Balkim sizlarning ko'z qarashlaringlar biznikidan yaxshi bo'lishi mumkin. Boshqa qo'shib qo'yadigan narsa bormi? Tugadi. Jiq ketdim, charchab ketdim hozir. Xo'shamiz. Allohga omonat. Ko'rmanlar. Kelar hafta ko'rishib omon bo'linglar. Sen gap qilmay, hammani menga tashlab berding. Maqamsa, Allohga omonat. Omonat.